Bu taqdirimizni o'zgartirgan maxfiyatlik. Never in the field of human conflict was so much owed by so Still sadly crippled by the manacles of In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Bu hayotimizdagi eng ulug' maxfiyatlik. Tarkibida xolesterin bo'lmagan go'sht oqsili, o'simlik oqsili, sut oqsili qatorliq 3 xil oqsilning mukammal birikmasi elingcha yurishlik mashqoq javhiri. Qumul xalqining keng xalq ommasiga tutgan so'g'isi elingcha mashqoq javhiri. Aka, bu nimaning ovozi? Nimaning ovozi? An qattiq, daqiqlachu. Bombuning. Yo'q. Xata. Keldirma mening. Xata. Amisi nimani? Arxan. Ha? Arxan qonaq ettirmisi. O'zimizdan chiqqan eng ishonchli mahsulot. Lazzatiga chidab turamaysiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? İmam Axunom, ko'tirib olganlari to'g'imi nima? Balalar kelmoqchidi. Xotin to'g'ri go'sht bez polo qilaman deydi. O'zim atayim berib, eng shenchligini keldim desizlar. Shundaqmi? Shu yerda so'ydirib keldim desizlar. Yo'q, bu degan marhaba shirkati bozorga sog'an. Shu bidan xoli asra markalik eng ishonchli to'g'ri go'shti desizlar. Biz uzoqdan beri iste'mol qilayotgan shu bitin xoli asra to'g'iskan desizlar. Inqab emas bu. O'z qoidasida zabiy qilingan asra to'g'ri go'shtlari. Asra sizning ishonchingizni kapolati. O'ynayli, tizayli, atayli do'stlar. Qasim qo'shoq, qasim qo'shoq, qasim qo'shoq, qasim qo'shoq. Şehrin tam yürüyüştü kızdır ya. Vaa! Assalamdan öyge kirsen tayaktırık, şaraktırık, güyaktırık, tayaktırık, şaraktırık. Şehrin tam kızları, körüs kilor yegisi, alal hem işençlik, Kasım qo'shiq egisi. Qaranglar, hu!
hem yürüşlük qizileri. Dada, çelişini unutup kalmagansan? Unutib qolamdigan, sen amraq asra qizlarini ustiga qo'ymanda. Balam, çek şübidin hali əsra qizleri sana hemrah bolsun. Əsralışını unutma. Əsralışını qandaqmı unutay? Əsra qizleri bana hemrah tursa. Shaksiz asra qizlari hammamizni asralashtirg'usin. Bu taqdirimizni o'zgartirgan mahfiyatlik. Assalomu alaykum. Maxfiylik filmimiz haqidagi bas munozir programmamizga kelgan aziz mehmonlar, shundaqla ko'rurmanlar. Yaxshimisizlar? Men LB Media Madaniyat tarqitish shirkati tarjima bo'limining mas'uli Mehrigul Erkin bo'laman. Men pislik maslahatchisi Ali Ma'lum bo'laman. Assalomu alaykum. Men Erkin Halilulloh. Xalqaro 9 xarakter grafik filmining tadqiqotchisi bo'laman. Maxfiylik filmini sheriklash qatnashganligimdan chuqur tashakkurimni bildiraman. Barliq ko'rmanlar do'stlarningki alayda bir xil baxtga, alayda bir xil fursatlarga noil bo'lganligidan suyunayotiman. Rahmat. Assalomu alaykum. Men Maxfiylik filmining bosh rejissyorligini ustiga olgan Hasan Toj bo'laman. O'zim shu LB Media Madaniyat tarqitish shirkatininki ijroiy mas'uli bo'laman. Biz bu filmga uzundan beri tayyorlik qilib, oxiri ko'rmanlardan yuz ko'rishni olib turibmiz. Lekin endi bu filmninki asosiy markaziy ideyasini bu yerda biz alayda shu ikki maslahatchini chaqirish orqali ko'rmanlar bilan bo'lgan to'qinishni azaltish uchun ham bu filmninki markaziy ideyasini texnik chuqur tushunish uchun bu ishlarni alayda taklif qildik. Endi mayaqda tuvandagi bu filmni ishlash jarayonida jafo chekkan bir necha xodimlarimiz bor. Bularni tanishtirib o'tsak. Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Men mushu maxfiyatlik filmiga ovoz bergan Abdurahmon Muhammad bo'laman. Men LB Madaniyat tarqitish cheklik shirkatida xizmat qilaman. Mening vazifam ovoz berish va ovoz elish. Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Men Arafat, ya'ni mushu LB Madaniyat tarqitish cheklik shirkatining tarjima bo'limining texnik mas'uli. Shundaqla mushu maxfiyatlik filmining ovoz berish ham kirishtirish xizmatiga qatnashgan a'zo bo'laman. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Men Markaz Xalq radio stansiyasining muharriri Mo'ynur Ro'zi bo'laman. Shu ishdan sirtqi yaqinda shu Maxfiyatlik degan filmga ovoz berish qatnashgan. Ovoz berish jarayonida nurg'ulg'an o'zimni kam bo'lgan tajribalarni to'plab yetdim. Shunlashqa qadrli do'stlarning bu programmani ko'rib chiqishini chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Unda bo'lsa bugungi Maxfiyatlik haqidagi bas munoziramizni boshlab ketsak. Ali Ma'lum shu Maxfiyatlik filmimizningki mulohizachi bo'lish sifatingiz bilan bizningki shu millatimizningki an'anaviy urf odatlariga zid keladigan ba'zi bir fikrlar bormi yo'q? Bor. Bu ziddiyat degan odamning ishida aslida saqlangan bo'ldi. Shu bir jamiyatda yoki bir ma'lum rayonda yashayotgan har bir odam odatda ziddiyat va hamkorlik ichida yashaydigan gap. Biz qaysi taraf taraqqi bo'lsak, qaysi taraf chiqroq ko'rsak, uning shu tarafda ro'shan ifodalangan gap. Bu Maxfiyatlik filmida ham bizning an'anamizga muxolif yoki ziddiyat bo'ladigan yer bormi deganda intayin ko'p hisoblandi. Endi u ziddiyatlik narsalarni shuni ko'rguchining qandoq ko'rib chiqishi va uni qandoq selishtirish masalasi bor. Chunki mayli ziddiyat bo'lsin, mayli boshqa xil hadislik yoki bo'lmasa hukmlar bo'lsin, bularning hammasi bir belgi jismni asos qiladigan gap. Masalan, oqni oq deyish uchun chuqur qorani belgi jism bo'lishi kerak. Qorani qor deyish uchun oqni belgi jism qilish kerak. Agar barliq ranglar qora bo'lsa, bu yerda hech qanday belgisi bo'lmaydi, u chog'da u yerda boshqa ranglar ham mavjud bo'lmaydi degan gap. Bu filmning ham bizning an'anaviy ko'z qarashimiz qanday ziddiyati bor degan vaqtda bu iloqshunoslik nuqtasini olib o'tgan vaqtda biz nurg'un masalalarni ham o'zimizning islom urf-odat orqali ta'liq qilamiz. Ham bularchi degan vaqtda bular ba'zi diyorlarni katolik va xristian dini yoki qadimgi Babilon madaniyatidan olgan. Bu u narsalar ismi mushkil iloqshunosliklar atalgan bilan bu yerdan kelib chiqayotgan formula, aksiom, logikalarning ko'pinchisi ba'zida bizning shu o'zimizning an'analariga o'xshash biz chiqa olamiz. An'an degan nima degan vaqt, an'an degan ma'lum bir millatning hamda yoki rayonning uzundan buyon shug'ullanib kelgandan
odatga aylanish, ana u axloq andisiga aylanish jarayoni jug'langan ma'lum bir hodisa hisoblanadi. Bu hodisa hargizmi jo'g'rafiya yoki territoriya bilan cheklanib qolmaydi. Masalan, bir Uyg'ur Navoiy Amerikaga berib, Washingtonga berib to'nosoz bo'laveradigan gap. Onun hargiz bu yerda territoriyani cheklanib tushmaydi. Masalan, nada degan vaqtda mushuni ko'gichi qanday hissiyat ko'rayotdi, qaysi nuqtadan turib ko'rayotdi. Uni masalan mushkinoni o'z odam ko'rsa, chuqur o'z odam mushu tafsilotning 100 xil yeriga osilib olib turib, shu yerni kuzatadigan gap. Shuna u albatta shu kuzatkichining o'zining ko'z qarashlari munosabatlik deb qarayman. Albatta bu ziddiyatlik, chuqur ham ziddiyatlik bo'lish kerak. Agar bu ziddiyatlik bo'lmasa, bizning bu filmni keng ko'lamda tashviq qilishimizning hech qanday zurati yo'q. Chunki bu film biz tavsiya qildik. Ammo hech kimga chuqur buning ideyasini qabul qildimi-di. Shun bu masalada chuqur ko'rmalar ba'zi narsalarni o'rganish kerak. Chunki filmda yomon rol olgan odam chuqur uning semindak mendek yomon bo'l demaydi. Balki mendek odam bor deb turibdi xolos. Hargiz u mendek bo'l demaydi. Agar unda shu bo'lsa, o bir kunda odatda bir odam bir kino ko'rdi desak, u umri bo'lgan necha ming kino ichidan necha 10 minglagan salbiy personaj oldu. Bu salbiy personajlarning asli rol nima degan vaqt hargiz uningga o'z ideyasini tengish emas. Mushunda qatan bor demakchi. Bizmi shu? Mana mushunda ideyalar bor dedi xolos. Hargiz buni sen cho'qim mundaq qil, anda qil degan ish emas. Shu buni ko'rmanlar ko'rgan vaqtda mushu nuqtada diqqat qilish kerak. Deb qarayman-da. Yig'izini qabul qilib, shaklini ayritish. Bu ağrımısın buldu mevzini. Ya şaklını mı ağrımısın bu? Fakat kösün bunda bir narsa mevcut. Biz bunda bir narsadan bağlılığını biz fakat koyup verdik. Hem bunu kabul kılamdı, ya ki bunun şaklını kabul kılalım, mevzini kabul kılamdı. O görünmenin yüzünün dünya göz karşı ve onun medeniyet göz karşıyla münasebet narsa. Şu bu yerde hiç kandak biz onlara ideya teşvik kılmadığımız. Fakat bir mevcutlukla biz dep koyduk halas. Unas erke ma'lum biz mush ovozga ep bo'lgandan keyin siz ba'zi bir inchik nuqtalardan tahrirlikni siz ustingizga olgansiz. Mush jarayonda endi siz yo'liqqan masalalar qaysi? Xo'sh. Men bu Mahbetlik filmini ko'rgandan keyin intan xush bo'ldim. Sababi bu filmni ko'rishdan burun men nurg'ulg'an narsalarni mush taraqqisa bir shariklab boshqa tushundirgan yarimda. Buning eng chong bir ideya niyat a'lo degan narsani chiqish nuqta qiladi. Niyat a'lo deganda bir odam nimani niyat qilgan bo'lsa, u shu niyat qilgan narsa qarta sezgur bo'ladi va shu narsani chunqurroq tushunish fursatidan bahramand bo'ladi va shu narsaga chunqurroq eslab ola oladi degan. Shuni Mahbet filmini kelib boshdan tortib ko'rgandan keyin buni inta hayajonlandim. Buni shu tahrirlash xizmatlarini qilgan chog'imda shunda suyundimda har bir degan gap amaliyotda biz dal bilitoq lekin iqro qilmayotgan joyligimizning ta'siridan gumrohlikka davomli jug'urib ketib qolgan holatimiz. Iqro qilish kerak buni. Haqiqatan bizning hozirimiz, bizning o'ylig'imizdan jug'lanmasa. Bu balkim bizning xalqimizga favqulodda zo'r bir yangicha o'ylash nuqtalarini ekilishi mumkin. Şunu bundan da men chunqur ta'sirladim entayin yıldız tatib ketgan amaliyot Mahbetlik film tarjima qilinishdan burun 2006-yilda tatib buni so'zlab ketgan men tatib shuni qanday demagan bo'lsam, shu bunga mehrimatim bak chunqur mumkin. Rahmat. Bazı narsalarni cho'qim birisi dabbasan finish qilgandek bizlar ba'zi inchkolarga qadiyat qilmay ekanmiz. Kitob o'qish asosida chetdan azlab ketish yo'q zaxda. Ma'lum. Filmninki ba'zi yerda o'xshamasliklarni biz shu media kasbidamiz endi bu xil turdagi bir xil bas munozarani boshlashimiz asos maqsad nima degan vaqtida kinoni faqat ko'rishni bilib, uningdagi bir xil ba'zi bir uchurlarni bilib bilmaychi odamning turmushiga ong'il singdiradigan narsa bu kinochilik degan. Ham kinochilik bilan sir hamda chatlarlarda shunday hujjatli film qatori kirdi deb ma'lum bor. Hem bunlar mayli bir yerde ben ideya topluşulan, diye topluşulan bir ki alimalim internet gap qildi. Nima bo'lishdan qat nazar bir qatim ko'rish kerak. Ko'rib, uni qanday eslashni, odam nima qiladi desa, yaxshi yomon ko'nlar bir gapimiz bor. Adabni kim degandan, adabsiz degandan degandek ba'zi narsalarni shunday bir narsalar orqali ko'rib, o'ziga ulgu qilish orqali his qila oladi deb qarayman. Ben aşetkan hatalarla bağlan söhbetimiz internet azaltı için. Hem keşke kino görevlelse kino degende ma'lum bir merkezi ideyin qo'llanmadi, onun da umumizlik bir ideyin deyip bulanmaydı için. Mandakta ideyalardan qilsa müşcərdə yaşlarga qayçilik derecede payçilik deb qarasız elemadim.
Endi mana shu savolga hozir shu jamiyatda yoshlar degan bizga chiqib qoldi endi. Bu yoshlar deb umumiy bir jamiyat shakllanayotgan odamlarda yoshlar bilan biz orib chiq narsalarni biz yoshlarga yuklayib boramiz endi. Hamda bir yosh u 14-15 yoshdan keyin yosh bo'laverdi u. Ani u to'y qilib, bir balliqlablam, ani u zimmistik yukni yoshlar deblam, yani bir turkum mavhum avlodga yuklab qo'yadi. Amaliyotda yosh degan nima degan vaqtda barliq mush kichikdan cho'nggacha, ayollarning erlarcha, qirlarcha hammasining amaliyot uzuvchilik mas'uliyat bo'ldi. Yoshlar qancha mas'uliyat kelgan bo'lsa, qirlar ham shuncha mas'uliyat kelish kerak. Qirlar qancha kelgan bo'lsa, kichiklarga oila ayollardan tortib barliq odam asli mas'uliyatini ta'min qilish kerak. Hozir odam nima qilib tursa, yoshlar deblam, yoshlar tashlab turadi. Ammo yoshlarning amaliyot mas'uliyatini ko'tarish, ma'lum jamiyatning mas'uliyatini ko'tarish qobiliyati eng ojiz bo'ldi. Nima degan vaqtda u yosh bo'lganlik uchun u o'yin tomoshadan yoki yangi shaylarga to'yinmagan holat bo'ldi. Uning ustiga ular hozir bizning yoshlar deganimiz, masalan, Asanjon yoshlar dedi. Yoshlar degan vaqtlar kimisi keldi desa, dashining shu universitetni bitirish olib turgan yoki bitirayotganlar keldi. Hargizmi cho'ng bunday oiz qurgan, mandalan o'ylamadi. Nima degan vaqtda ular degan jamiyatga kirmagan, ular ma'lum bir universitetning ichida ularning yotiga yeri va tamog'i va hamma narsa noyatda tal bo'lganlik uchun ular jamiyatga hozir shunday daslasa hech qanday bizga qimmat hisoblanmaydi. Shu bu yoshlarga yana ul ko'tarilmagidek nurg'unlagan mas'uliyatni berishimizning o'zi bizning mas'uliyatdan qechishimiz hisoblanadi. Shunga bu film yoshlarga emas, qarilar o'lmaganlar bo'lsa hammadan ko'rib beqib anadaki şunun təsiriyyatını as buluşun. Bunun sözügen adamlarının içinde asasiyatın yaşlar yok. Bunun içinde qeyirlar var, peylasöp, metafizika alım, peylas, psixika, hem kısaçlar hemen çıkış noktayı. Şu an menimce bu filmin yaşlar birdiğen təsiri qaraganda tehi çoğunlarga, bizning kallamızdaki yitilgenler birdiğen təsiri küçük texim küçük oldu. Yaşlar bunu qanday ko'rdi degan, yaşlar degan asasiyatın orzu içinde yaşaydı. Ama arzuga bir ish kelmaydi. Bu arzuga ish kelmaydi. O'ngda yo'linishlik, hareket, tirish, diqqatni yig'ish bo'lmasa, arzu bilan hech shay olmaydigan gap. O yoshlarda shu hozir arzudan boshqa hech nima yo'q. Shunga buni ko'rgan yoshlar qanday qildi degan vaqtda, ya'ni shu arzusi kuchaydi, onun bir xil intilish kuchaydi, biroq harakat jihatdan yoki buning oqibatidagi natijasi ular ya'ni o'yinish tek oz bo'ldi. Shunga bu filmni menimcha yoshlar emas, barliq odamlar ko'rib, bu so'zning tanqidiy fikrini bas bo'ladi. Aningdiki, buningdiki yushrin ko'sh texmo ro'shalik. Shunga menimcha bu film hamma odamga cho'qim ozdir ko'pdir ijobiy ta'sir qildi deb qarayman menimcha. Filmni biz hujjat film deymiz, buni dokumentary deb qo'ydim, bu inglizchada kirgan dokumentary. Documentaryni alaylik nima degan vaqtda dokumentary obraz yaratmaydi. Obraz yaratmaydi. Buningda ilmiy paketlik bo'lish kerak. Anada ekan har bir qilinayotgan so'zning cho'qim mayl logik jihatdan bo'lsin, statistik jihatdan paket talab qiladi. Shu dokumentary hamda bu aloqa harka urush filmlari yoki bo'lmasa hissiyot filmlaridek ma'lum bir mavhum sorunni hozirlamaydi. Buning nihoyatda ilmiy bo'lgan, isbotlangan narsalar chiqqanlik uchun bundaq filmlarning hamda qoyillik qilish kuchi bir qadar hamda yaxshi bo'ldi. Ham odatdagi boshqa filmlarchi degan vaqtda bu filmlarda garchi ashni yozgan ssenaristlar biroz o'yladi u. Ammo buni o'ylagan vaqtda bu asosiyatdan Aş film işlegen, rol algan personajlar tarafidan bir qadar dramatiklaştırıydı endi buni. Drama jiroqlashtiriydi bu narsani. Jiroqlashtirish orqali uning kishilarga berganlik ta'sirini mukammallashtirishga tashlangan. Endi bu dokumentary qanday qildi degan vaqtda bu narsani yozdi. Bundan qandaydir hissiyotni almashtirishga bo'lmaydigan gap. Shunga hammasini qatnashganlarning ism, familiyasi, xizmat o'rnini tatib bu bir qadar reallikqa yaqinlashgan bo'lgan. Maqsad muddani bevosita deydi. Bevosita deydi, ham sifatli. Hamma biz Uyg'urlarda hamda nimba degan vaqtda bizda o'zlik tushunchimiz ko'proq ekan.
Biz ondan alan deyitimiz. Bunda şu deyitken şu paytda o nemin deb degan vaqtda hozir qadar shakllangan akimamlar yaxshi dedi. Hozir qadar shakllangan o'y fikrdan kelgan dunyo ko'z qarashini singdiriblar. Masalan, meni ish bilan bu gap suvib qopti deyman. Endi suvib qopti degan gapni endi biz fizik ilmiga kirsak, bir suvning temperaturasi qancha bo'lgan suviydi, qancha bo'lgan issiq deymiz, bu masala var mı yerda. Ammo mencho degan vaqtda shu suvib qopti deb qo'yma. Onun bir hazır men iniqlim bilib etdim degan gap. Attıysa. Şun biz nurga hareketler endi o'zimizning tushunchasini deplamay, munda deplam divagan degan onun ilmiy asosi bir qadar to'van bo'ladi. To'van bo'lgan gap. Şu anda dokumentariyni ko'proq ko'rib turish orqali hech bo'lmaganda hech nima bilanmismi? Bu bir ilmiy, faktlik, statistikalik so'zlashni bilish kerak. So'zlashmish kerak deb qarayman. Hech bo'lmaganda. Lekin çoğalmış görürmenler bu filmni ko'rgandan keyin hem dastlab o'ylagandim-chu, shundoq bir orzusi buzulan buldikan degandek bir tuyg'u keltirib qo'ydikan-chu. Dastlab birinchi filmni ko'rgan vaqtida. Ham buning argumentini qanday qaraysiz? Bu yer bir gap deydi. O'y fikr bo'lmasa, dunyoni yaratish mumkin emas edi. Demak, bu yerda birinchi holat nima desa, o'y fikr deyilmayapti. O'y fikringizni kontrol qilish orqali degan bir gapni chiqarsa, dal sizning o'ylig'ingizning holatini o'zgartirish orqali. Siz taqdiringizga nisbatan liniyani o'zgartiring degan. Tabiatni bilan sepetdim. Bunda kes bo'lmaydi degan o'yinga onda kes bo'ladi degan gap yaxshiroq. Va manda qilib, qanda qilib bo'lmaydi bunda ish. Der nurga aytamchi. Masalan, hozir shu Uyg'ur jamiyatida ko'pincha men kallamga kirib olgan narsa, olgan narsa. Bir dadasi anasiga bir bola, dada manda qilaymikin desa, qo'ya qilolmaysanlar deydi buni. Uni qila oladiganligini bilmaydi bu. Lekin qilolmaydiganligini nima uchun biladi? Chunki u qilib o'tmaydi dedi, shu mana. Shuning uchun biladi qilolmaydiganligini. Qila olaysan deb sarsa bu balam qilib ziyon tasib, meni tutib olamiki deb eliq dadasi, qilolmaysiz bo'ldi jumotda. Demak, aytolmaysan, qilolmaysan degan gapning o'yinga qilalaysan, italaysan desa, qilib ziyon tasib, sen meni qil demasan, qilmaysan deb bo'g'ilgan bo'ldi bo'lgan ekan. Men eng yaxshi qilolmaysan deb o'tiribni. Bunda qildi degandek bir xil shakllanib qoldi. Shu bu yerda o'y fikrni almashtirish orqali taqdiringizni o'zgartiring deyish sabab, dal sen shu inkor qilmay, buni qabul qil. Bo'lmaydigansa, etmaydigansa deb passivlik, nacharlikni o'ylab olmaysan. Bo'ladigansa, italaydigansa aktivlikni o'yla. Birinchi qadam bu o'ylash bo'lish kerak-da. Shu o'ylash orqali hamma ishni linear to'g'ligini bo'ldi. Keyingi masala. Shu o'y fikri, olimlar bular, faylasuflar ahmaq emas. Nurg'un tadqiq qilib, eng oxirida faqat o'y fikrining muhimligini yakunlab chiqish sabab, u o'y fikr boshlanish nuqtasi. Onavs Ali ma'lum mushar qandaq bir yangi chiqqan bir mavzuotniki ortiqchiligi ham kamchiligi bo'ldi. Hamda bizniki maxfiyat filmimizni ishlash jarayonida siz ko'rdingiz, ammo maxfiyat filmimizning ijobiy salbiy tarafida turib, hamda bir muloyiza berib bergansiz. Endi buni mas'uliyat shaklida biz kuzatgan vaqtimizda qandaq nuqtadan chiqish nuqta qilmaymiz degan vaqtda biz mas'uliyat setmoqchi iste'molchilarning nuqtasidan biz iste'molchi deb ataymiz. Endi bu iste'molchi degan nima desa, mas'uliyatni olgan ming odamning hammasi iste'molchi. Uni biz ismini bilmagandan keyin biz ham iste'molchi deymiz. Demak, ming odam bir mas'uliyat setib olgan bo'lsa, bu o'rtoqlashib iste'molchi degan bir nom ostiga yig'ilib qoldi degan gap. Endi bu ming iste'molchi bu o'zi iste'mol qilgan shu buni aytgandan keyin iste'mol qilgan ko'z qarashi ham ming xil bo'ldi. Chunki ularning hammasi ismi bor, hammasi bir ayrim individual hisoblandi. Ham bu filmni mayli kurash orqali iste'mol qilsin, mayli o'qish orqali iste'mol qilsin, yoki bo'lmasa mushundaq ziyorat xotirasi iste'mol qilsin, har xil shaklda iste'mol qilishni qat'iy nazar har xil odamlar buning har xil ko'z qarash qaraydi. Men o'zimning shaxsiy nimasini olib aytsam, bu filmni ko'rganda men xush bo'lgan. Enta xush bo'lgan. Keyin ham buni tarjim qilib degandan keyin hayron qoldim. Chunki men o'ylayman, bu xil filmlarni hamda ko'rib, tushunib, mushuningdan huzur oldigan odamlar oz deb qarayman. Demak, unda
bunun huzur aldığın adam bir az. Hem bunun ataytın ıqtisat çıkarıp, kuch çıkarıp, maliye çıkarıp, avaz arasını tek bulup bunu tercim kıygan adam çoğum onun hiç mendinmi kızgışı yukarı hesabında. Eğer benim kızgışım aşı adam yetken bolsa, men şu işini kıygan buldum. Bırak bunu aşında bazar selişka, muşinin bazarda ekşi küz yetken adam onun çoğum mendinmi köp kızıkkan buldu. Demek men bu filmge kızgıştım burun, bu filmde tercim kıygan adam kızıktım. Çünkü men hem cansız nesler ve kızık etmeyim. Canlıq nesler. Ondan keyin bunu mesela anladım. Keyin ma'lum tunuşlar arqılıq Sencan bilan ko'rishib film to'g'riliq paralashib qoldi. Menda dedi. Men darhol shunday qilib bersangiz dedi. Bo'ldi, unda men chiqaman dedim. Demak, dedi, men ma'qul dedim. Endi bugungi jamiyat har qanday bir odam o'zaro manfaat ostida bo'lgan gap. Bir shundoq yaqin do'stingiz sizni tomoq taklif qilsa, unda bir manfaat bog'lanish bo'ladi. Garchi u pulni yoki materialistik moddiy buyumni bosqinmismi, hech bo'lmaganda ko'ngil manfaati ostida lekin tomoq ish bo'ldi. Endi bu Hasanjon bu gapni dedi, men ma'qul dedim. Endi bu o'tirmizga manfaat iqtisodiy manfaat bo'lmadi. Agar iqtisodiy manfaat bo'lsa, cho'qim deyman. Unda manchilik iqtisodiy kirim bo'lish kerak deb. Unda bu yerdagi manfaat nima degan vaqtda olmuş shu filmdan qiziqish manfaati ishimizning shu mening shu shirkat bilan hamkorlashdiki bevosita manfaatini hisoblanib qoldi. Shunga bu mahsulotni o'xshashlar hamda shu mahsulotni olgan iste'molchilar bir manfaat bo'ladi. Cho'qim bir manfaat chetlashmasa, u bu masala olmaydi. Bu biz bu yerda paravalliq shirkat emas bu. Muşuna ko'rib qo'yganmiz sizga muşuna qilamiz deydigan. Yoki u margizmi bu shirkat ish og'irtib, mush bir ep qo'yayman demaydi. Chunki unda ish emas. Buni og'uchi cho'qim bir manfaat asosi qurildi. Yana dastlab nima bo'ldi degan vaqtda har xil ishlar orqali. Chunki bu filmga qiziqib kirish 3-4 manbani, 3-4 kanalni o'zga olgan. Chunki qaysi kanal orqali buni setib olsin, uni cho'qim bunga bir manfaati kirib ketgan bo'ldi. Buni salbiy iste'molchilar salbiy ta'siri nima bo'ldi degan vaqtda menimcha hech qanday bu maslahat deb qarsak, buning men salbiy ta'sir asosiyati yo'q. Chunki bu filmni taqoqan vaqt tanarqi asosiyatdan zavod boshlarning asosiyatdan tarqib ketmadi. Yoki hozirgi mush filmchilikning eng cho'ng dushmani bo'lgan kuchrat taqtishning bahosi bilan asosiyatdan o'xshash bo'lganligi uchun menimcha iste'molchilarning iqtisodiy nimasiga hech qanday ta'sir qilmaydi. Hamda ep bo'lgandan keyin balki mazmuni har xil har xil ta'sir qilishi mumkin. U hamda bu o'chadi bir iste'molchi buni ep bo'lganki maslahat bo'lmaydi u. Uni azim qilib bo'lgan narsaga hargiz maslahat bo'lmaydi. Faqat og'a vaqt maslahat hisoblanadi. Uni iste'mol qilgandan keyin iste'mol buyumi hisoblanib turadi. Gap ijobiy alt nima degan vaqtda birisi iqtisodni tejaydi. Ham birisi bu bir hamda uyg'urchilik tarjima filmlardagi tunjamda hujjatlik ilmiy buyum hisoblandi. Bu men bayatın deb ketdim, mukammallik emas. Balki bu boshlanish. Ham bu boshlanish mushbatamda mushkul davomlashi albatta iste'molchining mushkul mahsulotni qancha qo'llab berishiga bog'liq narsa bo'ladi. Shunga bu mahsulotning buningdan uzluksiz menishi dal mishning iste'molchilar bilan bo'lgan foyda manfaat munosabatlari. Albatta buni chiqarib orzu bilan chiqadi. Hargiz bu mahsulotim kupon besib qolsin, yoki o'zimda bir chiqarib qo'yay demadi. Cho'qim sotdi. Setish kerak buni. Buni sotgan vaqtda anda buni hayotiy kuch qo'zg'aladi. Sotgan vaqtda bu qimmat yaratadi. Qimmat yaratgan vaqtda anda bu tug'digan. Hech qanday qimmat yaratmay, buni to'xtamay bu filmni chiqarish meni shu film shirkatlariga nisbatan intayin salbiy. Salbiy chiqarib bizga qoldi. Shunda uni aniq. Chunki bu film ishlash sabab setish. Hargiz buni ko'rib bulab hayajonlanib ketib, men hayajonlanib ketdim. Qo'shnilarim ko'rversin buni deb onda qildigan ish bo'lsa, oddiy qilib taqtis bo'laverdi. Biroq unda qimmat buni ataydan kuch chiqarib, tarjim qilib, o'shalarni hammasi hisob-kitobdan har qanday bir qabila shakldan tortib, har qanday bir xalq, har qanday bir madaniyat taraqqiy jarayoni turdi. U bir kundala
kallası içilip, bu meslatlar bämmizning tuyuqsiz, bayulab tuyuqsiz, nimlar işnatayın. Hergiz buni ana biz o xil darajada qilsak bo'lmaydi, ammo bu bir madaniyat mahsuloti ham mayatki masala. Ya'ni hergiz buning biz manda yesang ta'm bo'ladi yoki mayrini saqaytdi deb hech kim birini demaydi. Ham hech kim buning Allohning bir ijobiy, balki mushuni ko'rib nurg'adam intan qalbi qazim kelish mumkin. Necha millionlagan kirim tepish mumkin. Unimi biz bu yerda marqilib chaplab olmaymiz. Chunki uning ta'siri degan kipinak ifshitiga o'xshash har xil ta'sir qo'zg'aydi. Bo'libmi o'zimizga bo'lgan ishonch tuyg'usi salqin. Yoshlarning ko'pinchasida toyinish kuchi yer. Endi bu yerda mana shu maxfiyatlikdan so'zlab o'tadi, nima bo'lsa, ishonchim eng yuqori saviyaga yetkiz. Andagi shuning qatta harakatni boshladi. Shu qiyinchiliklarga faqat endi ta'bir bergandan keyin buningda cho'qim shu jamiyat azoblar ko'p turib bir to'kban bo'lsa deganni o'ylab turib, liniyani o'zgartirib, ma'noga tavakkal qilmoqdim. Buningga yaxshi yeramdi, yaxshi qaqallarmi, buningga ko'plab as qo'shib mandi. Shuningga ham shu bizningki shu filmning kutish jarayonidagi oldigan taqdir jarayonida yordam qilgan qaqallarga ko'proq rahmat aytaman. Ba'zida ham shunday qaqallarning yordam bo'lmasa, bundan keyingi madaniyat vositasidagi taraqqiyot yolg'iz sit shalqisi qarlib qolsa, bu intayin bir yo'qolib ketibdi. Biz qilmaylik desak, endi biz qilmasak, bu bir cho'ng bir madaniyat vositasi to'xtab qolsa, kimga dars o'tib, kim bilan aralashib o'tadi. Biz shu ko'z shahrisda ham qaqallar bilan bir muntazam hamkorlik o'rnatib hozir taraqqiy qilayotgan bu sharoit aytyapmiz. Bir vaqt qolsa deb gapni ketdim. Bir sabab ko'rib qolsa deb. O'ylab baxsa hozir mayli kichik bo'lsin, mayli o'rta yosh bilan cho'ng bo'lsin, qo'shnisidan masalasi bo'lsin, aktiv holatga e'tirof qilish, maqtash gaplar bek az. Har qanday bir bola, dadasi, onasi va har qanday bir tog'alardan masalasi bo'lsin, ibadetni deb aytgandek, etanmaysizlar, qilolmaysan. Hech bo'lmagan chog'da qani qilib degan gap yo'q. Sen cho'qin qila olaysan, bolam. Tirishqin deydigan gapdan umid kutish hozir ta'sib qoldi. Entan so'q suv sipidan. Endi so'q suv sipmi, issiq suv sipay desa, uning sipidiganga issiq suv yo'q. Uning bor bo'lgan suvning hammasi so'q. Jamiyatga hammadamninki, issiq suv sepmayotganninki cho'qim bor suvning hammasi so'q. Suv sepmay desa, o suvi bor. Sipay desa, so'q suvi bor. Shuni bo'ptilar. Shu so'qini siptiryapti shu hozir. Filmni qaragan chog'da buning hammasi issiq. Italaysiz, qilalaysiz. O'zingizga ishon. Siz nima o'ylaysiz, shu bo'ladi. Yaxshini bir o'ylab beqing, bir xapomma bir yaxshini o'ylab beqing degan gap cho'ma. Ammo shu nuqtada alimalim ashlarning kelmish cho'ng xatolik yo'q turmushda. Ya buningda men bir Shveysariyalik bir o'qituvchim bo'lgan. Buning san'at maktabida bular. Iskir o'qituvchisi. Uning eng kichik bolasining ismi Jozef degan Yusuf degan gap. Shu kichik bolasi odatda uyda undaq bir narsani masalan ma'no ustiga undaq narsa olsa, u hamma yig'ilib shunda chavoq chelib shu kunlik kechki tomoqni shu Jozef uchun tayyorlaydi. Hamda bir narsa ustiga qo'yish degan o Shveysariyalikning bolasi emas, har qanday millatning bolasi qilib o'ynayoladi. Oddiy bir shakl. Ammo olda ashnonga butun kuch bilan e'tibor berayotgan bir ish bor. Har kim ham hozir sharilgandek inday vujudida aning bir muvaffaqiyat qozonsa, ashundaq bir xil mukofot keldiganligini, ayndaq maqtash keldiganligini naq maydonda kichik vaqtni yetildiganlik uchun u doimlam ashundaq narsani qurashtiradigan, kishilarni hayron qoldirib xohlagan bir xil olatlan cho'm. Ammo yerda chu degan vaqtda deb qo'ysa, uni biz sen qalayimqon buzding deymiz. Odatda mana uchun qo'ysa, sen nimda buni buzsan deb biz tanbeh berish orqali nurg'un narsa jurasiz tarbiyalab qo'ydigan bir ahvol bor. Endi cho'ng bo'lganda chu degan vaqt cho'ng bo'lganda biz unda o'ymanda qilibsi deb qish orqamizdan choq chep yuradigan odam yo'q. To'g'ri. Yo'qmi o'ymanda qilibsi, yaxshi qilibsi deb qish maqtamaydi. Hammadan o'zining ishi bilan. Ota-onamiz o'zining ishi bilan bo'lib ketadi. Ham bu shu film orqali sen ashundoq maqtash va ayndaq ilhom berishni o'zing yetildi dedi. Chunki odam
24 soat ichida 24 soat o'zi bilan bilib bo'la oladi. Eng jiq bilib bo'la oladigan odam o'zi bilan shu o'zi. To'g'ri. Shu o'zi bo'lganligi uchun shu aqli, ash orzusini ashundoq yetildigan vaqtingda sen ham kichik vaqting bo'lib ota-ona undoq seni tarbiyalamagan bo'lsa, kichiklayamagan ekansan. Hozirdan boshlab sen vujuding ashundoq o'zingning ota-onasi bo'l, ashundoq sen o'zingni rag'batlantiribdi deb. Baytın yaqi Ali Malim, Erkin Malim, Hasan Jakanlarla beraber fikirleşip öttük. Endi bu programımız kelgan mehmonlarimiz bilan bir fikirleşip baksak, bu mehmonlarimizning ichida bu programmamizning tarjimasiga qatnashgan ovoz artistlarimiz kelibdi. Ovoz artistlarimizning shu ovoz berish jarayonida qanday nuqtalarni his qildi, qanday ideyalar bo'ldi bir anglab baqqan bo'lsak. Abdurahmon aka, siz shu filmimizningki asosli rollarga ovoz beribsiz. Bu jarayonda siz qanday ideyada bo'ldingiz? Mening bu filmga bo'lgan ko'z qarashim filmniki mazmuni intayin mo'l. Men shu ovoz berish jarayonida endi butunlay ko'rib olamadim, lekin o'zimning ovoz bergan shu personajlarga bo'lgan nimam ko'z qarashim chiqib bu filmning mazmuni intayin mo'l. Menga bu filmniki endi esimda qolgan bir ikki yeri intayin ta'sir qildi. Bir yeri Erkin Malim aytib o'tgandek, qo'rqqan qo'sh ko'rindi degandek, birisi o'g'irdan baq qo'qir ekanda, bu velosipedni akirib stolga bog'lab qo'yib, uni shundan mukammal bog'laydi ekanda, atroflab qarab o'tib, o'g'ir bormi yo'qmi qarab, bu qo'qinish bada ichida buni. Anadan keyin kirib chiqsadan beri velosiped yo'q, o'g'ir edi. Bu demak rost, qo'rqqan qo'sh ko'rindi degan rost. U kishi u qo'qinish bo'lmagan bo'lsa, balki u velosipedni o'g'irlik berib bo'ladi. Yana bir yeri menga bir ta'sir qilgan birisi aytganda ishqi minishdan burun putini bir ustalga urib oldi. Urib shu urib bank og'rib ketdi. Buning kayfiyati buzildi. Buzilib bu ishqi bo'lgan vaqtda o'zining kayfiyatini, boshqalarning kayfiyatini buzdi bu. O'zining kayfiyati nachar bo'lgandan keyin albatta atrofidagilarning kayfiyatiga ta'sir etkazdi. Demak, bu filmda so'zlangani shundoq bo'lib qolsa-mu, ashuni ko'nglimizdan chiqarib yetib, kayfiyatimizni yaxshilab bo'lsak, cho'qim o'zimizning kayfiyatini yaxshi, boshqalarning kayfiyatiga ta'sir yetkazmaydigan shundoq bir ko'z qarash bo'ladi demakchi. Menga endi ta'sir qilgan shu. Lekin ko'pchilikning shu filmni ko'rish jarayonida ko'pchilikning intayin foydasi bo'ladi. Ko'pchilikning shuningdan bir o'rnak olib, o'ziga bo'lgan bir ishonch, nishon, o'ziga bo'lgan bir yaxshi kayfiyat qabul qila oladi, kayfiyatni tanishtiradi deb qarayman. Rahmat. Bu filmning ovoz berish jarayonida ma'lum tushunchaga ega bo'lgan, lekin rostini aytsam bir xil aniq tushunmagan. Hamda bugun mishaga bir munozara o'rnashtirdik. Boyam Ali muallim, Erkin Xalilulloh muallim, mush film zodi haqiqiy mohiyati nima? Bu film bizga zodi nima demoqchi? Mush to'g'risida tafsiliy tushuntirmadi. Boyam Ali muallim shunda to'g'ri gap qildi. Ya'ni bir yoshlar nuqtasidan chiqib so'zildi. Hamda hozirgi yashimda men 25 kirdim, hisobda men bir yoshlar doirasiga kirganman. Hamda Ali muallim raskat nuqson mening ko'nglimdagi gapni ifodalab berdi desam bo'ldi. Chunki bu muallim bayam deb o'tdi, biz barliq mas'uliyatni yoshlarga yuklab qo'ymay, butun cho'nglarga bir yuklasak, mas'uliyat degan emas. Moshini men pek qo'shildim raskat nuqson. Masalan, biz burundan bizda mana bir ifoda, masalan, mayli danglik kitoblar bo'lsin, yoki cho'nglar bo'lsin, bir xil ular kichik masalan bolalarga shunda tarbiya qildi. Sen cho'ng'an cho'qim yaxshi odam bo'lgan, men bo'lsam bir namara dehqon bo'lib qolibdim. Sen bo'lsang bir yaxshi odam bo'lgan deb faqat ig'za kedaydi. Mumkin bo'lsa cho'nglar faqat ig'izdilar yoki ma'naviy jihatdan shunaqa bir xil nem berib boqmay, harakat orqali shunaqa bir ulgu bo'lsa. Masalan, bizning ota-onalarimiz ichimizda ba'zilar tijoratchi deymiz, ba'zilar o'qituvchi, ish qilib har xil kasbga odamlar. Shular o'zining kasbida, o'zining tijoratida bir natija qozonish orqali shular o'z biz farzandlarga, mush bizdagi yoshlarga, ya'ni xuddi alim muallim deb o'tgandek, hozir bizga cho'ng bir mas'uliyat va mushunda bir mas'uliyat egalariga shunda bir ulgu bo'lsa. Deb bu jihatdan bir fikr tartibmadi. Cho'nglarga desam bo'ldi. Yana bayam andin Erkin Xalilulloh muallim deb o'tdi.
biz bir ishni cho'nglar yoshlarga bir narsani tushundirganda yoki bir narsaga da'vat qilganda yomon bo'ldi demak shu ishni yaxshi bo'ldi deb tushundirsa deb o'tdi. Men bunga intayin o'zimning shaxsiy fikr jihatim intayin qo'shilaman. Bir masalan biz shundoq yashagandan keyin har xil orzu umidlarimiz bor. Masalan bizmi bir pul topsak, bir uy setib olsak, mashina setib olsak, cho'ng bir yerlarga berib, ko'mgalik bir sayohat qilib kelsak deymiz. Albatta uning uchun hisob ketadi. Avval bir igilik tiklash kerak. Shu igilik tiklash orqali o'zimizga hisob to'plashimiz kerak. Albatta biz yosh bo'lgan ekanmiz. Demak, bu cho'nglarga nisbatan bizning ma'ng'ay yo'limiz. Demak, ularning tajribasi bizni qaraganda mo'l. Endi biz bir yosh bo'lgan ekanmiz, biz o'zimizla yakalda buni ishga ochiramaymiz. Cho'qim biz rag'batlantirishga, sirtdan quvvatlashga, harakatlantirish kuchga muhtoj. Bu harakatlantirish kuchni kim berdi? Demak, biz ustoz bo'lgan shu cho'nglar berdi. Balki to'g'ri, ba'zi oylarda moddiy jihatdan sal nacharroq bo'ldi. Mayli iqtisodiy ahvol yaxshi bo'lsin, yomon sal nachar bo'lganlari, o'sha ma'naviy jihatdan shu bolalarni qo'llab bersa, sen cho'qim bu ishni qila olaysan deb shular bir xil o'ziga ishonadigan bir xil ideyani shakllantirsa, bu chog'da biz yosh bo'lganlarmi o'zimizga bir ishimizda o chog'da to'xta, meni shunda qo'llayotdi. Ideyimizda meni cho'qim qila olaysan deyotdi. Men bir sinab bakmaymanmi? Balki mag'lub bo'lishimiz kerak. Mag'lub bo'lishimiz mumkin. Birinchi qatam yoki ikkinchi qatam onida ko'p mag'lub bo'lishimiz mumkin. Lekin bizning kaynimizda qo'llaydigan oshunda bir cho'ng turik bo'lsa, mayli otimiz, yoki tog'imiz, yoki onamiz boshqa turik bo'lsa, biz yoshda qo'rqmaymiz. Biz yanglib qolsak, mag'lub bo'lsak, ana oshunda turiklarimiz bor, tayinlagan. Undag'anki biz bir qo'rqmay qilib ishni, qilib baqsam bir natija chiqadi deb qo'rqmay ilgirlaymiz. Biz mushuna bir ilgirlaydigan nishon bo'ldi ekan, cho'qim bir natija qozona olamiz deymiz. Hamda hozirgi bizning Uyg'ur jamiyatimizning eng kamchil bo'layotgan narsa mushunda bir xil qo'llash. Moddiy jihatdan qo'llanmasa, ma'naviy jihatdan qo'llaydigan mushunda bir xil kamchilik bor. Hamda bu Mahbiyatlik filmining mushu maydonga kelishi, masalan, mushu ota-onamiz beramigan shu ma'naviyatni mushu Mahbiyatlik filmi orqali o'zimiz o'rnak qilsak, balkim shu bizga bir xil ilhom bo'ldi. Masalan, bu mushu hozirgi yoshlar, cho'nglar, ko'proq yoshlar uchun bir xil nima turtkilik rol ko'proq deymoqchilar. Xuddi erkak qadrlar ma'lum deb o'tgandek, kimdir bir qaytam bo'lsin ko'ribsa, o'ziga bir xil ma'naviy zavq ato qila oladi. Shu orqali o'zining orzusiga, o'zining orzu umidiga ham egilik tiklaydigan bir xil jasoratga cho'qim yetadi deb o'ylayman. Shunga mushu filmning maydonga shunday bir xil tarjima qilinib maydonga kelgandan o'zimning shunday bir xil tarjima xizmatiga qatnashganimdan haqiqatan faxrlanaman. Ham menadagi mushta ko'p yoshlarning shundaqla yosh alimon deb o'tgandek yosh nuqtasidan sal cho'ngroq qurama yetganlarning mushu filmdan o'ziga bir xil meg'izlik foydani ilib shuning nisbatan mayli farzandlarga bo'lsin yoki o'ziga nisbatan bir xil objektiv jihatdan bir xil ulg'ib qilib shuningda ma'lum manfaat narsa bu bizning hamshayalik mush xizmatni boshlab ishlagan Hasan Jamolning shundaqla mishada o'zining qimmatli vaqtini chiqarib kelib shuning haqida haqiqiy bir tushuncha bergan Ali muallimning shundaqla Erkin Xalilmovning shundaq bir javobasini aradig'im chiqdi deb o'ylayman ko'pchilik. Men aldılam şu film ovoz qatnashganligimdan intayin yilqi xushuvatim. Shu vaqtning o'zi ancha ko'ngil ketmabdi ekanman. Voy mustaq bir film geldi ovoz qatnashgan bo'lsin deb Hasan Tojimning ma'lum chaqadi tarjimasini o'qidim. O'qisam bu ma'nosi bo'lgancha yilqi bir o'qisa tushunmaydigan. Andikin ikkinchi, uchinchi o'qigandan keyin mandaqga deydigan yetibki andikin ma'lum qo'ymadim qaytaday. U vaqtda rasmsam bu filmchi bek tushunib ketdim emas, tushunmadim emas. Azroq bir qiziqish bo'ldi menda. Ko'rdim, qaytdim ko'rdim. Azroq bir boshqalarga mundaq bir buldikajimi, mundaq film borga deyamsam, o'zimda mundaq bir ish buldika deb azroq bir tushunchaga bo'ldi. Lekin ma filmninki texim alayligi erkin ma'lum deb o'tgandek ilhomlantirish, texim ko'tarishga bek to'g'ri bo'ldi. Men abayda shuni bekarga his qilib yetdim. Ko'rib tushunganlar o'zi tushunadi. Shunga ortiq uni tavsiya qilmayman, lekin cho'qim bir ko'rib chiqishga arziydi. Hamda biz mana filmda 1,5 yil burun ko'rganda bolalarga tavsiya qilishlar. Chunki ash bolalar bu filmni ko'rgandan keyin bir xil jangovarlik qilishgan. Undan keyin bu filmni ko'rib mana ash bolalarga o'xshab bir xil jangovarlik qilishda, chunki odam psixik jihatdan bir xil raqobatga muhtoj bo'ldi ekan-ku. Shuning bilan hamda bu men film ko'rgan vaqtimda Xanzuchisini ko'rdim.
hanzuvchisini ko'rib men qiynalmayman-da o jihatdan. Inglizchisini ko'rib baqdim. Endi haqiqatan bir xil zavq oldim. Keyin qachon bir uyg'urcha chiqadi dedim. Chunki men osh jarayonida nurg'un bolalar tashviq qildim-da. Shunaqa bir yaxshi narsa bor ekan deb endi egizlarimiz uxtirab ketgandek darajada ko'zsin ashlar bir manfaat yetsin ruhiy jihatdan deb o'yladik. Shuning bilan u xil tashviqot endi qachon bir bu bir maxfiyatlikda ismidan chiqib turdi. Mushu maxfiyatlikni qachon bir mush tarjim qilinish orqali nurg'ulga Uyg'ur yoshlarga bir xil jangovarlik ato qilgan shuna filmning o'tirib chiqishi mush maxfiyatlikni endi asosiyati yechilishi desak bo'lgan nurg'ulga odamlar bilsa, undan keyin ba'zi odamlar nima uchun xo'shal yashaydi, ba'zi odamlar nima uchun boy yashaydi, biz nima uchun ular o'xshamaymiz, biz nima uchun zaiflikda, amalikda bekinmichilik, ojizlikda yashaymiz deb bir xil o'zini selishtirishni bilgancha. Shuning bilan ham bu film tarjim qilinibdi oxiri. Tarjim qilingandan keyin shunda qo'shilib hamda haqiqatan mush vaqtiyatlikni yechgan hamda shunday bir tarjim qilib haqiqatan kuch chiqargan esamku Allohga shunday bir qil minnatdorligimiz urg'idi. Hamda mushu meniki hozir ko'rgan vaqtimizda bir xil shunday hayajonlandik-da, hayajonlanib shunday bir yaxshi ekan deb o'yladik. Ammo mushu filmni biz turmushimizga qanday tatbiqlash degan ba'zi o'ylar xiyolparastlikda shunaqa hazm qilolmadik-da ba'zi gaplarni. Anglaverish jarayonida. Shuning bilan hamda meniki mush Ali Malimdan so'raydigan bir savolim bor. Biz turmushimiz qanday qoldi tatbiqlasak, nurg'ulg'an odamlar bu hamda yuqori saviyalik, oliy ma'lumotli odamlar oson qabul qilishi mumkin. Lekin oddiy tuvan qatlamli odamlar bu jamiyat tarqalgandan keyin ba'zilar oson qabul qilolmaydi-da. Mush hazm qilish jihati qanday qilsak oson tatbiqlaymiz deganda eng tushunishli, eng meg'izli gaplar bilan bir ish basalaydigan umidim bor. Bir bola var ekan, oliy maktab o'quvchisi ekan bu. Buning naytmiş boy bo'lish istiki shunda yuqur ekan bu. Kundetgan qo'pam osmon qarab endi plavet qildik ekan bir 5 million lotereya chiqsa 5 million lotereya chiqsa 5 million lotereya chiqsa bir oy 2 oy bir yil shunda duolar kundetgan qo'palki osmon qarab vaqirab manimiz 5 million chiqmaydi 5 million oxir osmondan zuvon kelib ey bende men 5 million chiqarsam mo chiqaraysan lotereyada o'rnimni qo'pab 2 ko'l birini ep qo'ymamsa lotereya deb demda balning orzusining kuchini to'g'ri ani endi orzu bo'lish kerak odamda shunda English ambition deb qo'ymiz hamda ularga yovvoyi intilish bo'lish kerak ammo buni hamda kichkina market yo'qlayotgan gapman-ku hareket yo'q qat'iy bo'lmoqlik uchun uning natija chiqmadi hamda bayatdan bu ko'rman deganda bu filmning hamda yana bir aks ta'siri ashunday qilib orzulam qildigan holatda bir xil idealizmchi reallikdan sal chatnab ketgan ishga boshlab qo'ydi hamda inson psixikasini nuqsa etgan vaqtda odam degan harakatsiz hayvon agar odam ehtiyoj bo'lmasa harakat qilmaydi hech qanday harakatni biz asosan ehtiyoj uchun qilamiz uxlashmi bir harakat anlashni ehtiyoj uchun qilamiz ehtiyoj bo'lmayotgan harakat bo'lmaydi shu sababdan Hasanjon men maslahat bergan vaqtda men mush nuqtani dal mush nuqta mushun kam qolgan hayajonlantirish yaxshi ilhomlantirish mukammal chiqqan hatto tushuntirishmi yaxshi biroq dal yamara hayajonlantirib yamara xushal qilib ketib eng asosli bir azobli bir uchurni kam qo'ygan shu sababli biz hamda buningga shu harakat deganni buni qetib etdik bundan keyin Amerikadagi yazuvchi Kiyosaki deymiz Kiyosakining javob deydigan kitobida maxsus shu secret qatda to'liqlama yozilib chiqqan uning nima deyilganda vaqtda bu bir harakatning bo'lishi kerak ekanligini masalan bu nima deganlik desa ideyaning o'z urug' hisoblanadi urug' biz urug'ni yak teraymiz endi ammo urug'dan bir nima qo'yib olib uningga qancha biz tortiq ishlatsak-mo u upraydi ammo bir tal urug'ni mushton daraxt va desam hamma demishimdi chunki daraxt bo'ldigini rost tushundim ammo daraxt va desam tasavvur qilolmaydi u urug' mana shuning daraxt vasi uni yasaqmi uni qanday qilsak daraxt chiqmaydi ammo urug'ning daraxt bo'ldigini rost bu
Nemish qarasiz biz ko'rdik shu urug'ning daraxt bo'g'in, shu daraxtning urug' bo'ldig'ini oddiy biologiyalik masala. Unda bu bir tal urug' qanday daraxt bo'ldi degan vaqtda biz mushuning jarayon urug' dal mana mushu film davaqan ideya birligi. Biz bu urug'ni yaxshi munbat yer terimiz. Bu yer kim o degan vaqtda yer biz shu. Bu yerni chuqur munbat yer bo'lish kerak. Bu munbat degani munbat yer degan ocharchilik, ya'ni bir shu mana bir narsa kelsa, urug' kelsa deb turgan yerni biz munbat deymiz. Agar qaqos tuvinib ketgan yerni munbat demaymiz. Odamdimi avval ashundaq bir orzusiga qoqshirab ketgan meylu boylik olsun. Çünkü biz bu yerda boylikni tiliq erishimiz kerak. Çünkü boylik inson suyimlik narsa. Boylikning o'zining mohiyati yaxshi. Mohiyati yaxshi. Boylik nargizmi biz nacharnim deb olsak bo'lmaydi. Çünkü har qanday ma'o stakan bilanmi bu odamning 5ni yer o'tkazildi. Bu stakan 5ni yer yutibdi deb buni qotillik quroli kim bu deb buni zavoddan taqib etsak bo'lmaydi. Bu nargizmi bizni 5ni yer yutish uchun emas, buni için çıkargan. Şuna pul mu herkes mi mahiyeti naçarlı emas. Şuna avval aşında meyli baylık olsun, meyli kişilik münasebet olsun, meyli ma'lum bir xil muvaffaqiyatga qoqshirab ketgan odam bo'lish kerak. Bu munbat yavuldi. Bununla mümkün urug' aşı bir xil ideyani salimiz. Sağgandan keyin bu urug'ning uchun suv kerak bo'ladi, mineral modda kerak bo'ladi. Uning fotosentez için quyosh nuri kerak bo'ldi. Bu narsalar aslida bor narsalar. Bu dal hamda shu filmda aks etgan koinotni inkas edin. Koinotga hammadan inkas bildira oladi. Quyosh nurmi taloq chiqqan har qanday qadamga berildi bu. Shuna bu urug' terilgandan keyin bu tadrijiy hamma narsani tortidi o'ziga. Tortidi. To'xtamay tortidi. Bu tortish jarayonida bizga hamda sabr kerak. Buni dehqon terib qo'yib qanchalik o'sgandim men bir ko'rib baqay deb 3 kun o'tgandan ko'lab ko'rib baqsa, 10 kun o'tgandan keyin yana bir ko'rib baqsa, o xarakteri bu urug' albatta qurib ketadi. Shu biz buni terimiz, ashunda tortish kuchi jarayonida barliq koinot uni inkas bildirdi. U lozim bo'lgan odam, u lozim bo'lgan sharoit, u lozim bo'lgan ideya, u lozim bo'lgan batta iqtisoddan tortib hammasi uningga çoğunluk bizde. Bundan da bazı derslerini çürüp yaptı. Asli arzu jadvalini yazganda bekle tercih ediş gerek. Çünkü konkretni, ma'lum vaqtni belgilegen vaqtda onun beriş texim tizleydi. Bek nihayet tizleydi. Mana şu daqiqadan başlap birisi men bu filmning jalblash kuchining kuchligini bilsam, yana birisi amaliyotda pul insonlar o'ylagandek unchoq ta'sirdan emas ekanligini bildim. Bu narsaga pulga bek diqqatini yig'ib boshini topaman deb kuchiganda bu narsani jiroqlab ketganligi. Bizning asli diqqat qiladigan fokus nuqtamiz nima degan vaqtda urug' qilayotgan ishga butun diqqat bilan 100% diqqat yiqqan vaqtda pul degan shu ishni qilishdagi sharoit kim bu. Endi hozir bilsam, u nima qildik, shu pulmi keldi, o'ylab men bu pulni nima ishlatishni bilmadim. Chunki ehtiyoj ma'lumiyat qanday, masalan, pul yetarsiz vaqtda pulni ishlatadigan yo'lni yomon chiqdi. Pul yo'q vaqtda, masalan, normal odamga munda o'smanda. Ammo pulga ma'lum ehtiyoj qolgandikilar pulni nega ishlatishni hech kim bilmaydi. Shunda ta'sir bo'ldi. Boylarning bu 100 kilodan eng cho'ng hozir masalasi. Shuningda e'tiborat nimani his qildik degan vaqtda biz asli bizning eng cho'ng kamchiligimiz nima ekansa, bular bu o'ttir tabiqadagi bu turkum odamlarning eng cho'ng kamchiligi butun diqqatini pulga qaraydi. Ammo pulga markaz qilgan taqdirda bu bek cho'ng pulga markaz qilmaydi. Bular kichik pulga markaz qilganlik uchun bu pul tepishi ularning sharoitimi shu kichik, uning tunishgan adamim kichik, uning barliq nimasi kichik holat bo'ldi. Endi bu albatta piramida, iqtisod ilmida piramida bor. Piramidaning eng ostida masalan adam jiq bo'ladi. Bu yerda boylik talashgan odam bek ko'p bular. Ta'sir ma'noda. Piramidaning cho'qishi degan vaqtda cho'qi chiqqan siri buni talashganlar oz bo'ldi. Eng cho'qisida birlardan butun boylikni boshqara oladi. Shu dunyoda shu 1% adam 97% boylikni kontrol qilishning o'zimi ular talashgan pulni biz talashmaymiz. Masalan, Apple'ning tepatgan pulni Apple'dan boshqa hech qanday bozor asosi kontrol qilolmadi. Faqat Apple'dan tepat biz men qo'pab, men Apple'dek bilim yasayman deb men uning tepatgan pulini men talış qilolmayman.
Endi uni talışıvatqanlı sanaqlı şu Nokia, Sony deb sani saqlama 5 barmaq to'shmaygan 3-4 adam talışıvatdı degan gap. Demak, u boyliq bek chiq boyliq. Uni talışıvatqanlar az. Şuna boyliqning taqsimlanishi mana mushunda holatda bo'lgan gap. Şuna pulga haqiqatan da Fox Nox'ni berish kerak. Biroq Fox Nox berganmi cho'ngroqqa, texmi cho'nga, cho'nga diqqatini chiqqan vaqtda anonda ekan Onun da bəzi nəslə barlıq kelgan gibi. Şun bunu əzim qilgan vaqtda nuqul arzu bilan emas, men mushunda harakatga, o harakat nima degan vaqtda, ay nim qilayotgan bo'lsa, shuni qilish. Mening mush filmni ko'rgan yosh, qeri, ayol, erlar deydigan gapim nima degan vaqtda, avval u o'z yaxshi ko'rg'ash tepish kerak. Harry Potterning yozuvchisi dunyoda eng azobli qish o'zi yaxshi ko'rmagan ishdan pul tepish degan. Agar mush eng azobli ish bo'lsa, nurg'a odam eng azobli ish yashayotgan bo'ldi. Shunga uning eng yaxshi ko'rgan ishini tepish bekmi. Buni ham nima bu ta'limoti darmami deb qo'ymiz. Darma degan ham sening shu sana mas kelgan ish demakchi. O'tganda birisi dedi, dunyoda axlat yo'q deb. Dunyoda axlat yo'q degan gap, dunyoda axlat yo'q, faqat o'rni yo'tkilib qolganlar. O'rni mash apparatni elevatimiz, apparatni ishni oldi tizib qo'ysak, axlat ashim putlashadi emasmi? Putlashadi. Shu har qanday bir odam o'rnini topolmasa, axlatga aylanib qoldi. Shunga men deyman, avval o'zing yaxshi ko'rgan bir ish tanla. Anondan shu ishdan anondan bo'shash hosil qilish kerak. U ish vaqtliq qimmat yaratolmas mumkin. Biroq uni yaxshi ko'rganlik uchun u ashunday agar qimmat yaratalsa, an ashning urug' ashu kengib ma'nolaydi. Mushin tepish kerak sal tafsiliy hamda so'zlashga to'g'ri keladi. Hamda arzu kichikda to'xtab qolmaslik kerak. Alimalimning ashkipiga men aytdi. Lekin bizda ham hozir kamchilikmi eg'irlayotganda biz duch kelayotgan masalaning ko'pincha nima desa, bizniki cho'ng zidiyat chiqmaydi-ku. Daha diqqat qilib boqaylik. Hammalarninki asosiyati shu kichik xalqlarda, nəhayət az nəsləndə bir işlərini rivojlantirishimiz sert to'sovchilardir. Shuningga menimcha Ali Malim degandek, hamda barcha ko'rayotgan ko'rarmanlar olsun, orzuni cho'nroq qilsak. Qaysi cho'ng bo'lsa, odam shuncha eg'irlab, teg'ir besiqlik bilan harakat qilishni mumkin ekan-ku. Shunda. Birisi ham shu odam o'rganish kerak. To'xtamay o'rganish kerak. Ham o'rganish o'ng'ay. To'xtamay o'rganish pek tas. Masalan, sizni berib kelaman desam, bu bir hamda ahmoqoniga berib kelaman dedim. Ammo men nega berishni demadim. Nurg'a odamlarning bizga olgan maslahatini bunda olatdi. Berib kelaman deydi. Biroq nimani qiladi? Qanday qiladi? Bu to'g'ri hech qanday bir menga buyruq qo'ymagan ekan. Bu qiz nima deb o'ylash, berib ish qilib bir yerga berib kelish kerakligini, biroq nega berish kerakligini bilmaydi. Mana shu mazkur yoshlar bilayotgan eng chong xatar bo'ladigan gap. Ham buningda qo'rqishni degan. Chunki qo'rqishning bir orzu insonda bo'lsin. Qo'rqishning o'zimi ashun orzu qilgan bilan o'xshash bo'ldi. Bu shu har qanday orzungiz javob beradi. Qo'rqishmi bir xil orzu. Biz kichik vaqtimizda vasminadigan, masminsak kamimiz bor. Bunda shikki yo'lni qirayma, bunda ketib berib yangi o'rgangandamda, ya bir daraxt yoki bir qish ulab qolsa, yo'limizda bommusi mashaq usib olamiz. Usib olamiz ashaqcha, xudo qarab ashuni ussam bo'lmaydi deymiz. Yo'q bas dropdan ketib qolgan yerda anda so'qiladi. Shu yoshlar bilganimi? Shu qo'rqish psixikasini chuqum yo'qtish kerak. Aşım bir arzu hesaptım. Arzu hesaptım. Təvəqqə qaldı deməkdir bu. Çünki bir nərsəni qoxdu deyəndə oyunun özülə maqnit tartışmışız. Əgər bu kinonun tigi həqiqətən də mənim bayatın ziddiyətlik bu kinonu mən maqtamadım. Çünki nimiş maqtamayman deyəndə mən özümün ornu turubməz, başqa görürmənlər ornu turbatımə. Əgər aş görürmənlər həqiqətən də bu kinonu düşünəlgən vaxtda, resmi düşünəlgən vaxtda, onunda bayatın deyəndə bir xil keyfiyyət barlıq keldi. Biroq mənim ən siraydiğim şu, nurgun adamlarning tushunmasligi yoki tushungan bo'laverişi. Tushungan bo'laverişi tushunmaslikdan xatarlik. Chunki tushungan bo'lib olgandikil ko'rmaydim.
e'tirof qilma. Agar tushunmas mayli, tushunmadi, tushundimasmi aldirmay. Uni biz aldirash yo'q, nimaga aldiraymiz? U sabrchanlik degan intayin muhim narsa. Napoleon Bonaparte degan eng xatarli ish degan muvaffaqiyat qozongan vaqt yuz berdi. Inson yuz bergan eng xatarli payt u muvaffaqiyat tutgan vaqtda. Chunki kichkina muvaffaqiyat qilganda hayajonlanib ketadi. Bu hayajon degan yaxshilikqa boshlab bormaydi odam. O'ylanglar, to'g'ri xatoni bekitalaydigan bo'ldi bilan to'g'ri xatoni bilalaydigan bo'ldi degan osmon zamin farqlandi. To'g'ri xatoni bilish degan boshqa gap, bekitish degan boshqa gap. Mana bugungi dunyodagi qandaq tabiqa, qandaq eriq, qandaq millat bo'lishini qatnazar o'rta xatolikni bo'latsa, u kishilik dunyosida to'g'ri xatoni bekitib qo'yadi. Çünkü siz o'zingiz bekitgan to'g'ri bo'yicha tanlab mangsiz degan gap. Siz ashunda huquq ashi gendin qilib qolgan. Shu sababli bizning nurg'un ishlarimiz xatolashidi. Shu mening bir gapim bor. Qachon siz o'zingizning shu to'g'ri xatolik huquqingizdan voz kechganda anildigan muvaffaqiyatdan gap. Agar siz huquqingizga osilib oldikansiz, to'xtamaylar xatolashib gap. Dadam tuyuqsiz olamdan o'tdi. O vaqtda men hech nimani tushunamadim. Butunlay umidsizlikka to'lgan vaqtimda o'zimni hech o'ylab yetamligidek bir so'g'atga erishdim. Bu vaqtda men bir mag'lubiyatlikni ko'rdim. Bu bayliq o'tmishga aylang'usi. Bu mag'lubiyatlikning tarixini izlamoqchiman. Mening bu mag'lubiyatlikni bildigan kishilarning tarixdagi davlat shaxslar ekanligiga ishongim kelmaydi. Ular Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison, Einstein qatorliqlar nemishqa bu mag'lubiyatlikni faqat osonda kishilarni biladi. Bu mag'lubiyatlik siz erishmoqchi bo'lgan barliq narsalarga erishtirdi. Ya'ni xushallik, boylik va sog'lomlikdan iborat. Hammamiz to'lib toshgan kuch qudratga ega. Hammamiz o'xshash bo'lgan qonuniyatning kontroligida. Olamning tabiiy qonuniyati haqiqatan to'g'ri va tangdoshsiz. Shunga bizning olam kemimizni kashf qilishimizmi tasga to'xtamadi. Ya'ni insonlarni oy shariga chiqardik va oldin uchish vaqtini bilishning to'g'riligi 10 dan 1 sekund ichida bo'ldi. Mayli siz Hindistonda yoki Yevropada va yoki Toronto, Monte Carlo, New Yorkda bo'ling, hammamiz bir xil kuchga egishimiz. Bu xil kuch bo'lsa, tortish qonuniyati. Tortish kuch qonuniyati siz erishmoqchi bo'lgan narsani berdi. Agar siz davomli nachar ishlarni qalbingizga keltirib olsangiz, undaqda nurg'unga yaxshi bo'lmagan ishlarni atrofingizga tortib kelasiz. Oh, nima degan tamsiq? Hey! Kovan fizik ilmi bu jihatga bayqashqa allaqachon ko'rsatma bergan. O'y fikr bo'lmagan yerda olamni yoritish mumkin emas. Amaliyotda iddimiz biz uchrashgan barliq narsalarga bog'langan. Tarixdagi nurg'unlagan yo'l boshlag'uvchi kishilar bu mag'lubiyatlikning eng ulug' bo'lgan yerdan mahrum bo'lib qolgan. U bo'lsa-mu kishilar bilan bu mag'lubiyatlikdan bahramand bo'lish. Bu tarixdagi eng go'zal bir davr. Bu tarixdan buyon tunji qitim faqat qo'lning uchini mitiriltib tirishqandilar bilim egalligi bo'ladi. Sizning mag'lubiyatligingiz, sizning mag'lubiyatligingiz. Siz turmushingizni o'zgartira olasiz va o'zingizni qayta olasiz. Mening bu mag'lubiyatlikni butun dunyoga oshkorlag'im kelyapti. Men shu davrdagi bu mag'lubiyatlikni bildigan kishilarni izlashga boshladim. Ular orqa-orqadan paydo bo'lmoqda. Bu hayotingizdagi eng ulug' mag'lubiyatlik. Oynayılı, tizayılı, atayılı dostlar. Qasim qo'shiq, Qasim qo'shiq, Qasim qo'shiq, Qasim qo'shiq.
Şehrin tam yürüyüşlü tezleri ya. Vaa! Salondan öyge kirsem şaraktırık, şarakşırık, gül, şaraktırık, şarakşırık. Şehrin tam qizilari, ko'rs kilor yegisi, halol ham ishonchlik Qosim qo'shiq egisi. Qaranglar, hu! Şehrin tam yürüyüşlü qizilari. Dada, sen ishni unutib qolmagansan? Unutib qolamdigan. Sen amroq asra qizlarini ustiga qo'y menda. Balam, Shekshubidin xoli asra qizlari sana hamroh bo'lsin. Asralishni unutma. Asralishni qandaqmi untay? Asra qizlari menga hamroh tursa. Sheksiz asra qizlari hammamizni asralashtirg'us. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Teştiqma. İmam axunum, ko'tirib olganlari to'g'imi nima? Balalar kelmoqchidi. Xotin to'g'i go'shimiz pulu qilaman dedi. O'zim atayim berib, eng shenchligini keldim desizlar. Shundaqmi? Shu yerda so'ydirib keldim desizlar. Yo'q, ey, bu degan Marhaba shirkati bozorga sog'an. Shu bidan xoli asra markaliq eng ishonchlik to'g'i go'shi desizlar. Biz uzoqdan beri iste'mol qilayotgan shu bitin xoli asra to'g'iskan desizlar. Kim qapta emas bu? O'z qoidasida zabiy qilingan asra to'g'i go'shlari. Asra sizning ishonchingizni kapolati. Tarkibida xolesterin bo'lmagan go'sht oqsili, o'simlik oqsili, sut oqsili qatorliq 3 xil oqsilning mukammal birikmasi elingcha yurishlik mashqoq javhiri. Qumul xalqining keng xalq ommasiga tutgan so'g'isi elingcha mashqoq javhiri. Bir yil ilgari mening turmushim har qaysi jihatdan to'songa uchragan bo'lib, xizmatim meni intayin charchatayotgan edi. Dadam tuyuqsiz olamdan o'tdi. Mening ayollik munosabatimmi qalaymi qanchalik to'ldi. U vaqtda men hech nimani tushunamadim. Butunlay umidsizlik to'lgan vaqtimda o'zimni hech o'ylab yetolmagidek bir sovg'atga erishdim. Bu vaqtda men bir mag'biyatlikni ko'rdim. Bu boyliq o'tmishga aylangan. Bu mag'biyatlikning tarixini izlamoqchiman. Düşürüp koyulmakta. Düşürüp koyulmakta. Kişiler takazza buluvatkanlar. Kişiler arzulap kelivatkan mahbiyatlik bastırılıp koyulmakta. Mening bu mahbiyatni bildigan kishilarning tarixdagi davlat shaxslar ekanligiga ishongim kelmaydi. Ular Berla, Shakespeare, Newton, Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison, Einstein qatorliqlar. Menishqa bu mahbiyatni faqat osonlik kishilar biladi. Mening bu mahbiyatni butun dunyoga oshkorlagim kelyapti. Men shu davrdagi bu mahbiyatni bildigan kishilarni izlashga boshladim. Ular orqa-orqadan paydo bo'lmoqda. Bu məxfiyyətlik siz erişməkçi bolğan barlıq nərsələrə erişdirdi. Yəni xoşallıq, boyluq və sağlamlıqdan ibarət. Siz həmin nərsəyə erişə alaysiz və məqsəd nişanınızı yetə alaysiz. Təki siz özünüz oylayan adam bolğanğa qədər. Biz erişməkçi bolğan barlıq nərsələrə erişə alaymiz. Məyli qandaq buluşudan qəti nəzər.
Sizning qanday o'yib turganingiz bor? Millioner bo'lganingiz bormi? O'zingizning qanday kasb bo'lishini o'ylaysiz? Natija qozonganingiz bormi? Sizning zoda nimaga erishganingiz bor? Men nurg'un kishilarning turmushida mo'jiz yuz berganligini ko'rdim. Masalan, saqaymas kasalga giriftor bo'lib saqayganida, nervi kasalidan saqayganida va er-ayollik munosabatida mo'jiz yuz berganda. Mo'jizning paydo bo'lishi kishilarning biz oshkorlamoqchi bo'lgan bu maxfiyatlikni bilganligining sababi. Bu taqdirimizni o'zgartirgan maxfiyatlik. Bu maxfiyatlikning o'zi bir javob. Hozirgi va kelgusidagi barliq ishlar. Siz balkim bu maxfiyatlik nimadu deb hayron qilishingiz mumkin. Ondaqda men sizga o'z tushanchamni so'zlab beray. Hammamiz to'lib toshgan kuch-qudratga ega. Hammamiz o'xshash bo'lgan qonuniyatning kontroligida. Olamdagi tabiiy qonuniyat haqiqatan to'g'ri va tangdoshsiz. Shunga bizning olam kemimizni kashf qilishimizmi tasga to'xtamadi. Ya'ni insonlarni oy shariga chiqardik va oldin uchish vaqtini bilishning to'g'riligi 10 dan 1 sekund ichida bo'ldi. Mayli siz Hindistonda yoki Yevropada va yoki Toronto, Monte Carlo, New Yorkda bo'ling, hammamiz bir xil kuchga egishimiz. Bu xil kuch bo'lsa Tartish qonuniyati. Bu maxfiyatlik bo'lsa, tartish kuchi qonuniyati. Sizning hayotingizda yuz bergan barliq ishlarning hammasini o'zingiz tortib kelgan. Siz ko'nglingizda o'ylagan bu suratlar amaliy turmushingizda yuz beradi. Demakchi bo'lganim, siz ko'nglingizda o'ylaganlaringizning hammasini amaliy turmushingizga tortib kelasiz. Hozirgi davrdagi aqlli odamlarning hammasi bu qonuniyatni biladi. Qadimgi Babilon davridagi odamlar bu qonuniyatni burunli bilib bo'lgan. Siz o'ylab ko'ring, nima uchun 1% odamlar dunyo boyligining 96% ga erishgan? Siz buni tasodifiylik deb o'ylamsiz? Mumkin emas. Uni odamlar shakllantirgan. Chunki ular bir ishni tushunadi. Ular bu maxfiyatni biladi. Hozir siz tezla bu maxfiyat bilan tanishib chiqsiz. Mening tartish kuchining qonuniyati bo'lgan tushanchamning eng oddiy usuli shuki, odam o'zini bir parcha magnitga o'xshatsa, shunisi ayanki, yana bir parchasini tartish kuchi qonuniyatidan foydalanib, yana bir parchasini o'ziga tortadi. Eng oddiy usul bilan aytganda, tartish kuchining qonuniyati o'xshash tipiklar tortishadi. Lekin bizning da'vatqinimiz o'y fikr qatlami. Bizning vazifamiz o'zimizning nimalarga erishishimiz kerakligini tafsiliy o'ylashimiz kerak. Siz o'zingizning nimaga muhtoj ekanligingizni inchilik bilan o'ylashingiz lozim. Shunday bo'lganda butun olamga bir qonuniyat, ya'ni tartish kuchi qonuniyatini buzib olasiz. Shu vaqt siz o'zingiz o'ylagandek odam bo'la olasiz va o'zingiz davomli o'ylagan ishlaringizni real turmushingizga jalb qila olasiz. Faqat bu yeringizda uni ko'rgandilar, andin bu yeringizda uning erisha olasiz. O'y fikrimizni kontrol qilish orqali dunyodagi mas narsalarni qabul qilishni biz tartish kuchining qonuniyati deb ataymiz. Şu tartish kuchi qonuniyati sizning o'y fikringizga asosan sizga ta'til keladi. Bu asosni biz nihoyat ixcham bo'lgan bir jumla so'z bilan, ya'ni niyat qilgan ish bo'ladi deb yig'inchoqlaymiz. Nimani o'ylasak shu bo'lgan bo'lg'achqa, umidsizlikni o'ylasak umidsizlikdan boshqa yashamaymiz. Ko'p sonli kishilar ilmimizning turaqli qimmati borligini bilmaydi. O'y fikrimizning turaqli qimmati bo'ladi. O'y fikrimizni bo'lsa o'lchigili bo'ladi. Agar siz davomli bir xil ishni o'ylayversangiz, masalan, siz ko'nglingizga erishmoqchi bo'lgan yangi mashina, erishgan pulingiz, qurgan shirkat va samimiy hamrohingiz qatorliqlar. Siz faqat shu vaqtga ahvolni o'ylang, unda davomli shu xil turaqli qimmatni tarqata olasiz. Ideya yangi bo'lgan uchurni taqitadi. Ondan o'xshash bo'lgan ishlarni amaliyot turmushingizga jalb qilib kiradi. O'zingizni bayoshatlik ichida o'ylang. Shunda qilgandila boylikni turmushingizga tortib kela olasiz. Bu xil usulni mayli kim, mayli qaysi vaqt qo'llansin, u har vaqt o'z rolini joriy qildiradi. Lekin nurg'un kishilar o'z o'ylashni xohlamaydigan narsalarni o'ylaydi. Oxirida yana nemish turmushda bunday ko'ngilsiz ishlarning ko'plab yuz berganligi to'g'risida boshqa turadi. Tartish kuchi qonuniyati kayfiyatingizning yaxshi yoki yomon bo'lishi bilan va yoki siz oladigan yoki olmaydigan narsangiz bilan kori yo'q. U faqat sizning fikringizga inkos qaytaradi. Agar siz diqqatingizni davomli bir dova qarz ustiga yig'ib olsangiz, undaqda sizning kayfiyatingiz intayin nacharlashadi. Bu bo'lsa sizning tartish kuchiga taqatgan uchuringizdan iborat. Mening kayfiyatim intayin nachar, chunki men bir talay qarzga bo'g'ilib qoldim deb o'ylasangiz, turmushingizning har bir qatlamlarida qarzning bog'liqini his qilasiz. Bu xil ahvolda qarzingiz bag'asir ko'paydi. Davomli men qarzda bo'lib qolganligimni o'ylasam va qarz egallarininki qarz so'rayotganligini va ularningki yaxshi bo'lmagan kayfiyatlarni o'ylagan chig'imda mening zehnim shu nuqtaga markazlashib qoladi.
va yaxshi bo'lgan bir holatga zehnin qolmay qoladi. Agar butun vujudimizni yaxshi bo'lgan bir tarafga bog'lagan chig'imizda, cho'qimki bizningki yaxshi bo'lgan tarafni o'ylashga kallamiz qolmay qoladi. Shuning bilan bizning turmushimizda va psixik ruh holatimizda davomli nacharliklar va yomonliklar va eskiliklar bizning kallamizda agib ketmaydi. Shuning bilan bizning kayfiyatimiz buziladi. Bu buzilgan kayfiyat atrofga hammadan tarqaydi. Tartish kuch qonuniyati haqiqatan sizning fikringizga bo'ysunadi. Siz o'zingizning nimalarga muhtoj ekanligingizni o'ylagandan keyin diqqatingizni cho'qim shu narsalarga qo'yishingiz lozim. Tartish kuch qonuniyati har qatam o'ylaganlaringizni sizga yaratib berdi. Hargiz xatolashmaydi. Agar siz diqqatingizni erishgingiz bo'lmagan narsalarga qo'ygan bo'lsangiz, masalan, siz mening kechikkim yo'q deb o'ylagan vaqtingizda olam sizni chaqirdi. Ya'ni siz bu ishning yuz berishini xohlamasangizmi, tartish kuch qonuniyati buni bilmaydi. Shunga kechikish degan bu ish turmushingizda uzilmay shakllandi. Chunki tartish kuch qonuniyati qaysi ishning siz xohlaydigan ish, qaysi ishning siz xohlamaydigan ish ekanligini bilmaydi. U faqat sizning ko'nglingizni shakllangan o'y xayolingizdan iborat. Tartish kuchi qonuniyati o'zlisiz davomlashmoqda. Mayli siz uning ishining yoki ishonmang, uni tushuning yoki tushunmang, u davomli o'zliksiz holda davomlashmoqda. O'y fikringiz qancha mustahkam bo'lsa, kuch-qudratimi shuncha cho'ng bo'ladi. Mayli qanday vaqt fikr yurgizing, mayli siz o'tmishni yoki kelgusini o'ylang, u har vaqt o'z rolini joriy qildirdi. Siz to'xtatishni yoki to'xtash buyrug'ini bermasangizmi, u mangulik holda o'z rolini joriy qildiraverdi. Yaratilish davomlashmoqda. Har qaytimda bir odamda bir xil o'y fikr shakllanganda yoki bir xil g'ayri xiyol paydo bo'lganda, u xil qonuniyat yaratilish jarayoniga qadam bosadi va bu o'y fikrlar turmushimizda paydo bo'ladi. Tartish kuchi qonuniyatiga siz erishmoqchi bo'lgan narsani berdi. Agar siz davomli nachar ishlarni qalbingizga keltirib olsangiz, unda nurg'unga yaxshi bo'lmagan ishlarni atrofingizga tortib kelasiz. Oh, nima degan tamsiz? Oy! Hey! Başqalarınki meni avar qila olishi, meningki avar bo'lishga moslashganligim bilan munosabat. Cho'qim bir avazlikning paydo bo'lishining oldida cho'qim avarchilikqa munosabat bo'lgan nurg'unlagan voqealar tadrijiy davomlashgan bo'ladi. Shuning bilan avarchilikqa duch kelgan chog'da darhol bu avarchilik paydo bo'ladi. Buni siz boshlaysiz. Mening Robert ismli bir o'quvchim bor bo'lib, u bir hamjinis. U mening bir qatimliq to'rdagi darsimga qatnashgandan keyin menga avatgan bir parcha elektronlik pochta yo'llanmasida turmushida yuz bergan ishlarni yozibdi. Xizmatida bo'lsa, hamma odamlar birlashib, uni bo'zaq qiladi ekan. Ko'pchilikning uningga bo'lgan muomalasi intayin nachar bo'lib, o'zida ig'ir besimiz qiladi ekan. Hatto ko'chada mansimi ham jinsliklarga o'shlarning qarshiligiga uchraydi ekan. Uning programma riyosatchisi bo'lish orzusi bo'lib, har qaytim sahnaga chiqqan vaqtda ko'pchilikning zarbasiga uchraydi ekan. Onun hayatı etinislik işlerine to'lgan bo'lib, butun ideyasi o'zining hamjinslik ekanligining sababidan bo'zak bo'lyapman degan qaynamliq to'lgan ekan. Men uning o'g'itishga boshlaganimda o'zi nuqtani barliq yuz berishga xohlamaydigan ishlarga qo'yib oldi. Men elektronlik pochta yo'llanmani avatib, uningga xatini qayta ko'rib beqishini, hatto o'zini yoqtirmaydigan ishlarni qancha qatim ta'kidlaganligini aytdi. Men sizning u ishlarga bo'lgan inkosingizning intayin kaskin ekanligini ko'rib olayman. Siz bu keskin kayfiyatingiz bilan ma'lum bir ish qilganingizda siz faqat shu ishning yuz berishini tezlatasiz. Eng yaxshi biz o'ylaydiganlarimizni saqlashtirish orqali, yaxshi narsani o'ylash orqali yomonlik narsaga qalbimizda o'rindan bo'ladi. So'ng kayfiyatimiz turaqsiz yoki yaxshi bo'lgan avalasida darhol o'zimizning odatini ko'ngan kayfiyatimizni yaxshilash usulidan foydalanib, avval kayfiyatimizni yaxshilab, andan keyin mas'ul bir tarafga taraddud qilib navbatda u diqqatini o'zi qilishni xohlaydigan ishlarga yig'di. U haqiqatan tarishmoqda. Keyingi 6 haftadan 8 hafta ichida uningda mo'jiza yuz berdi. Burun uni bo'zaq qiladigan xizmatdoshlarining bir qismlari boshqa bo'lim yoki boshqa shirkatlarga yo'tkilib ketgan bo'lib, qolganlari uni avar qilmaydigan bo'ldi. U o'z xizmatini yaxshi ko'rishga boshladi. Keyin ko'chada manganda atrofdagilarning o'zini kirib avar qilmaganligini, hatto sahnaga chiqqan vaqtda ko'pchilikning o'rnidan turib chavoq chaqaligini ko'rdi.
endi uning turmushida cho'ng o'zgarish yuz berdi. Chunki u o'zini o'zgartmoqda. U endi ko'ngilsiz ishlarni o'ylamasdan diqqatini o'z yoqtiradigan ishlarga yig'adigan bo'ldi. Agar biz nuqtai nazarimizni aktiv, yaxshi bo'lgan ishlarga qaratmamizda, biz mas'uliyatchan odam yaxshi bo'lgan sharoit va narsalarni o'zimizga jalb qila olamiz. Biz davomli xafa bo'lib yuraversak, undaqda xafachilik va nachar muhitni o'zimizga jalb qila olamiz. Shu do'stim, agar siz turmushingizda o'tmishingizdan og'rinadigan ishingiz bo'lsa, darhol tugating. Sizning kallangizdagi o'y fikrning hammasi oxirida turmushingizga jalb qilinadi. Mayli bu o'y fikrni siz his qiling yoki tushunchangizni yoshirib qo'ying, bularning hammasi muhim. Bizning turmushimizda bu maxfiyatlik fikrimiz va irodamizning kuchiga tayanib hamma yerda tarqaladi. Endi biz faqat ko'zimizni ochsaqla uni ko'ra olamiz. Siz tartish kuchi qonuniyatini hamma yerda mavjudlikdan bilalaysiz. Siz barliq mavjudotlarni so'yganlikdan o'zingizga jalb qila olasiz. Mayli atrofingizdagi odam bo'lsin yoki sizning xizmatingiz, turmush muhitingiz, sog'lomlik ahvolingiz, boyligingiz yoki qarzingiz, xushalligingiz, siz haydagan mashinangiz va sizning kishilik munosabatingiz bo'lsin. Bularning hammasi siz tarafingizdan jalb qilinib kelgan. Siz xuddi bir parcha magnitga o'xshaysiz. Siz nimani o'ylasangiz shuni tartib qila olasiz. Sizning hayotingiz qalbingizdagi o'y fikringizning moddiy mahsuloti. Men tunishtirgan bu hukm bir taraflamadak oddiy hukm va yoki xiyolparastlik emas. Bu hukm cho'nqur tushuncha va ilmiy asosga ega. Kovan fizik ilmi bu jihatga bayqashqa allaqachon ko'rsatma bergan. O'y fikr bo'lmagan yerda olimni yoritish mumkin emas. Amaliyotda idimiz biz uchrashgan barliq narsalarga bog'langan. Siz tushunmagan taqdirdami uni hargiz tashlab qo'ymang. Siz balkim elektr ilmini tushunmasligingiz mumkin. Rost gapni aytgan chaqda kim yana bu elektr ilmi haqida bilib yetsin? Ammo siz uning qanday foydasi borligini bilmaysiz. Siz tokning qanday aylanadiganligini bilamsiz. Men qanday aylanadiganligini bilmayman. Ammo biz tok o'choqda tamoq etib yeymiz. Agar diqqat qilmasak, tok so'qitadiganligini bilamiz. Odatda kishilar bu maxfiyatlikni bilgandan keyin o'z kallasida shakllangan nachar bo'lgan xiyollarning amalga oshishidan ansiraydi. Ko'pchilik bilishga tegishli ikki ish bor. Birinchisi, fan texnika sohasi asli altida analiz qilishning unumi, qarshisidan chiqib analiz qilishning unumidan necha yuzasi yaxshi ekanligini isbotlab berdi. Shunga ko'pchilik amaliyotda uncholar ansirab ketmoqlar. Ikkinchisi, buning orasida vaqt farqi mavjud. Ya'ni demoqchi bo'lganim, sizning o'ylaganlaringiz darhol amaliyotga o'zgarmaydi. Agar bunday bo'lsa, rostila avorchilik bo'ladi. Vaqt farqining mavjud bo'lganining foydasi bor. Siz bu oraliqda qaytadan o'ylaysiz va tahlil qilasiz. Undan keyin qaytadan yangi tanlash ippasangiz bo'ladi. Siz o'zingizning o'y fikringizni bilishingiz, undan keyin o'y fikringizni puxta olishingiz lozim. Bu jarayonda xushal bo'lasiz. Chunki siz o'z taqdiringizning so'qquchisi. Siz shu hayotingizni yaratasiz. Sizning mahsulotingiz dal o'zingiz. O'z o'y fikringiz orqali bu nishonga yeting. Tarixda bu maxfiyatlikni bildiganlar butunlay donglik mashhur shaxslar. Ular o'z muqimligi va huquqini saqlab qolish uchun bu maxfiyatlikni hech kimga oshkorlamadi. Atrofimizga ko'p sondagi kishilar sirtlarda ishlaydi, ishdan tushib uyga qaytadi yoki oddiy turmush kechiradi. Chunki bu maxfiyatlikni oz sondagi kishilar biladi. Biz turayotgan bu olamda har xil qoida qonuniyatlarning bo'lishi tortish kuchining qonuniyatidir. Agar siz binodan tushib ketganingizda, mayli siz yaxshi yoki eski bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz hamon yerga tushib ketasiz. Hozir sizning hayotingizga barliq narsalar va yoqtirmaydigan ishlarning yuz berishini o'zingiz keltirib chiqargan. Bilaman. Yuqorida so'zlab o'tgan bu so'zlarni balkim siz yoqtirib olmasangiz mumkin. Yoki siz darhol menga mening mashina hodisiga uchurg'im yo'q, u xaridorni ko'rgim yo'q va yoki qarz bo'g'im yo'q deyishingiz mumkin. Butunlay yuz bergan bu avorchiliklarni mening tartib kelganim yo'q. Shunga men sizga yoshlik bilan aytsam, bu avorchiliklarning hammasini o'zingiz keltirib chiqargan. Bu sizga nisbatan tushunish tasrak bo'lgan hukm. Lekin siz cho'qim qabul qilgandilar, ondan hayotingizni butunlay o'zgartirasiz. Bu mu maxfiyatlikning eng muhim bo'lgan bir qismi.
Ko'p sondagi kishilar o'zida bor bo'lgan tortish kuchini inkor qiladi. Uningga nisbatan kontrolligi yo'q deb qaraydi. Amaliyotda bizning kayfiyatimiz va o'y fikrimizning mustaqilligi bo'ladi. Shunga barliq narsa tabiiy keladi. Siz bu so'zni tunji qaytib anlagan bo'lsangiz, men o'z fikrimni nazorat qilishim kerak deyishingiz mumkin. Lekin bunday qilishingiz bek avorchilik. Dastlabda shunday qilishingiz mumkin. Ammo bu xo'shallikning boshlanishi xolos. Biz o'zimizning barliq o'y fikrlarimizni nazorat qilib bo'lishimiz mumkin emas. Tadqiqotchilarning aytishicha, bizning bir kundagi o'y fikrimiz 60 ming xil bo'ladi ekan. Bir vaqtda bu 60 ming xil o'y fikrni nazorat qilib oladiganligimizni tasavvur qilib olmayman. Biroq bizda nihoyat oddiy bo'lgan yaxshi tadbir bor. Bu tadbir bo'lsa, hissiy sezim. Sezimimiz bizga nima qilganligimizni deb beradi. O'y fikringiz sizning sezimingizga ta'sir qiladi. Kayfiyat bizni tug'ilishimizda bor bo'lgan iqtidor. U bizga nimalarni jalb qila oladiganligimizni bildiradi. Siz o'zingizdagi his tuyg'uni o'ylab ko'ring. Sizda yaxshi sezim va nachar sezim bo'lishi mumkin. Bunisi sizga aniq. Ikkisining o'xshamaydigan tarafi shuki, birisi sizning xushal kayfiyatingiz, yana birisi sizning nachar kayfiyatingiz. Siz balkim kayfiyatingizda intayin tushkunlik va norozilik his qilishingiz mumkin. Bu xil hissiy sezim sizning aktivlik bilan olg'in kelishingizga to'sqinlik qiladi. Ularning hammasi sizdagi nachar kayfiyatdan iborat. O'xshamagan nuqtadan elib o'tganda, uni nachar bo'lgan chastot yoki yomon xarakterdagi energiyalik to'lqin deb atsak ham bo'ladi. Mayli siz uni qanday atsangiz bo'laveradi. Uning aksicha bo'lgani yaxshi kayfiyat, yaxshi his tuyg'u. Siz bu xil his tuyg'uga kelganda ondan bilalaysiz. Chunki u sizga xushallik, hayajonlik, minnatdorlik, muhabbat tuyg'usini bag'ishlaydi. Tasavvur qilib ko'ring. Agar sizda kunda shunday yaxshi tuyg'u bo'lsa, nima degan yaxshi? Faqat kunda bir xil tuyg'u ichida yashagandilar, siz davomli holda yaxshi tuyg'u va xushallik ishlarni o'zingizga jalb qila olasiz. Bu asosning nihoyat oddiy va aniq javob bo'lsa, men hozir nimani jalb qilyapman? Menda qanday sezim bor? Mendagi sezim intayin yaxshi. Odatda odam go'zal orzu-armonlarga to'lganda, uningga yashashga nisbatan eng zo'r bir harakatlantirish kuch paydo bo'ladi. Haqiqatan hayotga nisbatan orzu-armonga to'lgan chog'ingizda va xushalliklarni davomli o'ylab, texim isil va texim isil turmushlarga munosib ekanligingizni o'ylagan chog'ingizda va uningga chuqumki men oshniga tegishman deb e'tirof qilgan chog'ingizda, u turmush sizga qadam-qadam yiqilishayotganligini ko'rasiz. Bizning kayfiyatimiz bizga qaytarilgan yaxshi imkon. U bizga o'z ahvolimizning yaxshi yoki yomon bo'lishi, o'z nishonimizdan chetdan ketgan yoki ketmaganligimizni bildirib turadi. Sizning kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa, unda siz o'zingiz o'ylaganingizda kishilik turmush hayotingizni barliq keltirayotgan bo'lasiz. Agar sizning kayfiyatingiz nachar bo'lsa, o'zingiz o'ylagan turmushingizning aksini yaratgan bo'lasiz. Kunlaringiz kunlab o'tmoqda. Tortish kuchi qonuniyati har vaqt o'z rolini joriy qildirmoqda. Bizning har bir maqsad niyatimiz va kayfiyatimiz kelgusi turmushimizni barliqqa keltirdi. Agar turmushingiz alsirash va qo'rqinish ichida bo'lsa, unda siz texmi ko'p bo'lgan alsirash va qo'rqinishni turmushingizga jalb qilasiz. Sizning o'yingiz va tuyg'ungiz kelgusingizni yaratmoqda. Turmushingiz, erishganlaringiz sizning his qilganlaringizning yig'indisi bo'lib, tafakkur qilganligingizdan emas. Bu bo'lsa, nima uchun kishilarning attiganda o'rnidan turib, putining barmoqini karvatga urvagan chig'ida kayfiyati nacharlashib ketganligining sababi. Hatto butun bir kun ishlarim o'ngishli bo'lmaydi. Ular o'zini ozroq tanishib, kayfiyatni o'zgartirishni his qilib yetamigan. Bu bir kun sizning butun hayotingizni o'zgartiradigan kun. Agar sizda yaxshi bir boshlanish bo'lsa, undaqda sizda yaxshi bo'lgan kayfiyat shakllandi. Siz faqat har qanday ishlar orqali kayfiyatingizga ta'sir yetkazmasangizlar, tortish kuch qonuniyatiga asoslanib, davomli holda yaxshi odam, yaxshi ishlarni o'zingizga jalb qila olasiz va u orqali yaxshi kayfiyatni davomlashtira olasiz. Xushal kunlar, ko'ngilsiz kunlarning kelishi, boylarning boy, namratlarning namrat bo'lishi, bularning hammasi sizda uzundan buyon qanday kayfiyatning davomlashib kelganida. Hozirdan boshlab o'zingizning sezimini sog'lomlashtiring. Balkim sizning tuyg'ularingiz intayin mo'l bo'lishi mumkin. Siz muhabbatga to'lishingiz mumkin. Mayli bu xil hissiyot amaliy turmushingizda bo'lsin yoki bo'lmasin, olam sizning ichki hissiyotingizga javob qaytaradi va amalga oshiradi. Chunki sizda bu xil hissiyot bor. Sizning o'y fikringiz va tuyg'ungiz kishilik hayotingizni barpo qiladi. Bu azaldan davomlashib kelmoqda. Men sizga kafolat beraman. Siz diqqatingizni qaysi xil o'y fikr va hissiyotga chiqqan sari turmushingizga shuni tortib kelasiz. Mayli u sizning umid qilganlaringiz bo'lishidan qat'iy nazar. Buni balkim qabul qilishingiz bekdas. Siz faqat ko'ngil ko'rsangizni kang qilib, bu xil ko'z qarashni tushungandilar, ondan turmushingizda cho'ng o'zgarish yuz beradi. Mayli sizning ideyangiz hozirgi turmushingizga qanchalik ko'p ta'sir qilsin, hozirgi ahvolingizning hammasini sezimingizning yo'tkilishiga tayanib o'zgartira olasiz. Siz hayot musofirangizda o'zingizga mansub bo'lgan taqdirni barpo qila olasiz. To'yg'ingiz go'zal bo'lishi mumkin.
Chunki bu xil tuyg'u olamga tarqatgan signalga o'xshaydi. Ondan turmushingizga texmi go'zal bo'lgan tuyg'ularni tortib kira olasiz. Shunga o'zingizni qancha yaxshi his qilsangiz, texmi ko'p bo'lgan ishlarni jalb qilish orqali o'zingizni hayajon holatda his qila olasiz. Kayfiyatingiz nachar vaqtda biror ish qilib, o'zingizni tangshang. Masalan, yaxshi muzik qo'yib anglang. U sizning kayfiyatingizni tangshaydi. Yoki bo'lmasa, yaxshi ishlarni o'ylang. Umoq bolangiz yoki so'yguningizni o'ylang. Bu xil kayfiyatingizni davomlashtiring. Diqqatingizni yaxshi bo'lgan ishlarga yig'ing. U holda kayfiyatingiz yaxshi tarafga qarab o'zgaradi. Siz bu prinsipingizni ermak hayvonlaringizga ishlasangiz bo'ladi. Men buning eng yaxshi charishkaligiga ishonaman. Chunki ermak hayvonlaringizmi sizning kayfiyatingizni yaxshilaydi. Sizning ko'nglingizda ermak hayvonlarga to'lib tashgan mehr-muhabbat bo'lgandala, bu xil tuyg'u orqali turmushingizga texnik ko'p yaxshi ishlarni tortib kela olasiz. Bu nima degan yaxshi sovg'at? Siz o'z tushanchangiz va o'y fikringizni kontrol qilishni tushungandala, kelgusi hayotingizni qanday yaratalaydiganligingizni bilasiz. Chunki erkinlik va kuch-quvvatning hammasi buningdan keladi. Shu vaqtda siz o'z hayotingizning yaratuvchisi ekanligingizni bilasiz. Siz buni bilgan vaqtingizda bu tartish kuch qonuniyatining qanday ishlanadiganligini tushunib yetasiz. Bu chaqda siz tasavvur qilasiz, kishilik hayotga ega bo'lasiz. Men bu maxfiyatlikni bilgandan tok ishlatganga qadar menda tasavvur qilasiz o'zgarish yuz berdi. Men yashayotgan bu cho'ng oila, men uzundan buyon orzu qilib kelayotgan sharoit. Men yana 4 million 500 ming dollarlik hojat turyapman. Men ko'nglimki bu qizni olgandan keyin biz dunyoning har qaysi joylarini sayohat qildik. Men to'xtamasdan yiroqlarga tavakkul qilaman. Hayotimda bunday sarguzashtlarning bo'lishi, turmushimda bu maxfiyatlikni qanday ishlatishni bilganligimda. Faqat siz bu maxfiyatlikni ishlatishni bilgandala, turmushingizni butunlay o'zgartira olasiz. Bu albatta yuz berishga tegishli bir ish. Bu maxfiyatlikni qanday ishlatamiz? Nurg'unlagan odamlar mendan yoritish jarayonida o'zlarining nima qilish kerakligini so'raydi. Olamda nimalarni qilish kerak? Biz avval buni ko'rib boqaylik. Men bir masalani aytsam, siz balkim Alovuddin va uning sehrli chirq degan hikoyani anlagan bo'lishingiz mumkin. Alovuddin bir sehrli chiroq tepib oladi. U chiroqning ustidagi to'plarni etish maqsadida chiroqni tutadi. Chiroqdan bir malaika chiqadi. Malaika har qetim paydo bo'lganida faqat bir xil gap qiladi. Sizning orzuyingizni o'rindash menga tushirilgan buyruq. Asli bu hikoyaning maqsadi bizga faqat 3 qatimliq orzuni amalga oshirish bo'yicha bog'liqni aytish. Biroq biz hikoyaning peshiga qaytib kelsak, amaliyotda uning cheki yo'q. Bu hikoyani obdan o'ylab ko'ring. Ondan uni turmushingizga ishlating. Esingizda bo'lsin, Alovuddin davomli o'zi erishmoqchi bo'lgan narsani o'ylamoqda. Keyin olam paydo bo'ldi. Bu, ya'ni hiriq chiroq malaikasi. Ilgari kishilar uni har xil ismlar bilan atagan. Uni saqlab avatish farishasi deb atsimi yoki boshqa ism bilan atsimi bo'ladi. Amaliyotda siz uni qistirma qog'oz chaplab o'zingiz yoqtiradigan ism qo'ysangiz bo'ladi. Dunyoning har qaysi joylaridagi madaniyatlarda insondan ulug' bo'lgan mavjudotlar bor. U menga har qatim sizning orzuyingizni o'rindash menga tushirilgan buyruq. Bu yaratish jarayoni 3 bosqichlik bo'lib, buningga 2000 yil bo'ldi. Birinchi bosqich shart qo'yish. Olamga qarta signal berib, sizning nimaga ehtiyojli ekanligingizni tushuntirish. Shunday qilganda olamda sizning o'y fikringizga qarta inkas bo'ladi. Sizning zodi nimaga erishgingiz bor? O'ltirib buni bir varaq qog'ozga hozirgi shaklda yozing. Siz boshlanishni men intayin xushal va intayin minnatdor deb boshlang. Yana at sizning qanday turmushga erishgingiz borligini har bir talabingizni yozib qoldiring. Bu intayin qiziqarli bir jarayon. Ya'ni olamni mol tizimligining mundarisi qilib olgandek. Avval ko'rib, ondan tanlash. Meni buni beshimda o'tkazgim bor. Men buni olaman. Men mush xillik odam bilan yashayman. Degandek sizlar olamga zakaz bergan odam. Amaliyotda bu jarayon to'liq oson. Ikkinchi jarayon e'tiqod. Siz uning borligiga ishoning. Qat'iy o'zgarmas bir e'tiqodingiz bo'lsin. Bu mening e'tiqodim. Shuningga ishoningki, amalga oshmagan ishlarga ishoning. Bu mening e'tiqodim. Sizning orzuyingizni o'rindash menga tushirilgan buyruq. Shu sababli olamda normal oylanish boshlanadi va sizning orzuyingiz bo'yicha bo'ladi.
ko'p sondagi kishilar o'zini intildigan ishlardan to'saydi. Chunki siz uning hayotingizda qanday amalga oshirganligini bilasiz. Siz faqat ozroq tahlil qilib ko'rsangiz kifoya. Barliq natija qozongan kishilar dastlabida o'z orzuyini qanday amalga oshirganligini bilmaydi. Ular faqat o'zini qilishi kerakligini biladi. Siz onun qanday yuz berdiganligini bilmasingizmi bo'ladi? Va olamning uni qanday o'rlashtirishi va yurishtirishini bilmasingizmi bo'ladi? Siz uni qaysi xil usul ekanligini bilmaysiz, ammo muvaffaqiyat qozonishga tutashgan bu yo'lni o'z turmushingizga jalb qila olasiz. Nurg'un vaqtlarda o'zimiz talab qilgan ishlar yuz bermaganda biz intayin umidsizlanamiz. Hattoki gumon qilishga boshlaymiz. Bu xil gumon qilish kishining ko'nglini sovutib qo'ydi. Siz bu xil sezimni qabul qiling. Mukammal iroda bilan uning o'rnini egallang. Men bilaman. U tezla amalga oshadi. 3-bosqich bu jarayondagi eng oxirgi bir qadam. U bo'lsa qabul qilish. Dastlabki sezim intayin yaxshi bo'ladi. Yaxshi o'ylab beqing. Agar siz o'ylagan ishlar baldur yuz bergan bo'lsa, unda siz qaysi xil hissiyotda? Bu jarayonda xushallikni his qilish eng muhim. Chunki siz o'z sezimingizni yaxshi deb bilgan vaqtingizda o'zingiz va siz erishmoqchi bo'lgan ishlarni bir turaqliqda qo'yib olasiz. Bu bir hissiyotga to'lgan holat. Agar siz o'z idrokingizda bir ishlarga ishongan bo'lsangiz, buning orqasida uninga mos holda sezim bo'lmaydi. Unda sizda to'lib toshgan kuch-quvvatmi bo'lmaydi va siz o'ylagan ishlarni amalga oshira olmaysiz. Chunki siz avval uni his qilishga muhtoj. Siz o'ylaganingizda amalga oshirganingizda, bu holda siz texmi ko'p bo'lgan go'zal orzularingizni amalga oshira olasiz. Do'stlarim, buning o'zi barliq keltirishning jarayoni. Tartish kuch qonuniyatiga bo'lgan tadqiqotingiz va ishlatishingiz sizning nima orqali o'z orzuyingizni amalga oshirganligini bilishingizga yordam qiladi. Masalan, mashinada paqish, uyni ekskursiya qilish, ishqilib bu xil sezim orqali siz qila oladigan barliq ishlarni qilib ko'rsangiz bo'ladi. Mayli siz nima ish qiling, faqat qilib ko'rgandala bu ishlarni o'zingizga jalb qilishingizga yordam bo'ladi. Balkim u ishlar kunlarning birida o'rningizdan turib ko'zingizni ochishingizga, turmushingizda yuz berishi mumkin. Balkim siz alohida sezimingizga tayinib erishmoqchi bo'lganlaringizga erishishingiz mumkin. Lekin siz hargiz men shunday qilsam bo'lmaydi, ammo xushim yo'q demasligingiz lozim. Chunki bu xil ideya sizni asosiy yo'nalishdan chiqarib qo'ydi. Ba'zida sizmi tadbir qo'llaning. Faqat sizning qilgan ishingiz olamning orzuyingizni amalga oshirgan yo'nalishi bilan birdek bo'lsa, o'zingizni intayin xushal, tetkis qilasiz va vaqtning qanday o'tganligini bilmaysiz. Olam tez harakat qilishni yoqtiradi. So'ranmalik qilmang, gumonlanmang. Yana fursatning kelgan vaqtida, ichki sezimingizning sizni ishtirok etgan vaqtida siz cho'qim harakatlanishingiz kerak. Bu bo'lsa sizning vazifangiz. Va birdan bir qilishga tegishli ishingiz. O'zingiz orzu qilgan barliq ishlarni o'zingizga torta olasiz. Agar siz pulga erishmoqchi bo'lsangiz, u holda pulga erisha olasiz. Odamga muhtoj bo'lsangiz, shu odam turmushingizda paydo bo'ladi. Agar siz qaysi bir kitobga erishmoqchi bo'lsangiz, siz uni ko'ra olasiz. Ammo shuning diqqat qilishingiz kerakki, siz tarafdan jalb qilingan shaylarning hammasi sizning kallangizda o'ylagan barliq ko'rinishlardan iborat. Siz shu shaylarni jalb qilishga uchraysiz, ularni sizning jalb qilishingizga uchraydi. Barliq shaylar siz orqali amalga oshadi. Siz o'zingizni hech nima yo'q holingizdan boshlab, ya'ni cho'l jazirada ketib qolganingizda yo'l tabiiy holda shakllanadi. O'ylab ko'ring, bir mashina yarim kechada yurish qilyapti. Mashinaning oldidagi cho'nchiroq ko'p bo'lsa oldidagi 1-200 metr yiroqlikdagi oliqni ko'ra oladi. Nyu-Yorkka qarab yo'l olgan bu timtas qorong'ulik ichida faqat oldidagi 200 chaqirim oliqni ko'ra olsangiz kifoya. Hayotimiz shu xil shaklda shakllangan. Biz faqat oldimizga 200 metr oliqni ko'ra oladiganimizga ishonsakla, yo'limizmi uzluksiz davomlashadi. Hayotimiz shunday davomlashmoqda. Oxirida u sizni o'z nishoningizga elib boradi va ko'nglingizda bormoqchi bo'lgan nishoningizga yetkazadi. Chunki siz uni davomli o'ylaysiz. Ishonch to'lgan tunji qadamingizni eling. Siz oldingizga tunji palampaga qaramasdan faqat tunji qadamingizni olsangiz kifoya. Ko'pchilik bu jarayonda qanchalik vaqt sarf qilamiz deb ansiraydi. Bu qanchalik uzoqda paydo bo'ladi? Yangi mashina, yaxshi bo'lgan kishilik munosabat, boylik, barliq biz erishmoqchi bo'lgan narsalarimiz. Meningcha men sizga aniq javob beramayman. Javob shuki, bu ish uchun 30 minut, 3 kun yoki 30 kun ketish mumkin. Bu masala amaliyotda olam bilan sizning orangizda birlikning bor yo'qligi bilan bog'lanishliq. O'lchamning cho'ng kichikligi olamga nisbatan hech qancha gap emas.
Alam uchun aytganda, mayli fan texnik tarafidan uning qanchalik cho'ng yoki kichik bo'lishidan qat'iy nazar, tortish kuchi faqat bir xil bo'ladi. Olamda har qanday bir ish osonla o'rindaladi. Dal-daraxtning tabiiy o'sishi uchun hech qancha kuch ketmaydi. Barpo qilish ana shunday bo'liq. Buning hammasi sizning bu niyatingiz bilan munosabatli. Bu bizdagi har bir odamning tushunchasi bilan bog'lanishdi. Bularning hammasi o'zimizning cheklamasida. Amaliyotda olimning cheklamasini bilmaymiz. Sizda faqat bo'lishga tegishli shu narsaning sezimi bo'lsa bo'ladi. Ondan olamda ba'zi odamlar erishgan kichik narsalarga inkas qaytarildi. Shunga avval kichik ishlardan boshlang. Masalan, bir istakan qahva ichishdi. Siz yana men ichmoqchi bo'lgan shu qahvani o'zingizning butun bir kunlik nishoni qilib oling. Ko'nglingizda ko'rishmaganingizga uzun bo'lgan bir do'stingizning siz bilan uchrashgan ko'rinishini o'ylang. Birisi siz bilan biror odamning gapini qilishgandan keyin sizga u odamdan telefon yoki xat kelganligini bilasiz. Ko'pchilik ko'pincha holda meni mashina to'xtatish o'rnini asala topalaydi deb biladi. Men bu maxfiyatlikni bilgandan keyin mashina to'xtatish o'rnini izlash menga to'salg'i bo'lib boqmadi. Men ko'pincha holda kallamga quruq bo'lgan mashina to'xtatish o'rnini keltirib olaman. Onun ichida 9 quruq bo'lgan mashina to'xtatish o'rni meni saqlamoqda. Men mashinani o'dalayda to'xtatsamla bo'ladi. Faqat 5%lik imkoniyatla 1-2 minut saqlab qolaman. Ya'ni boshqalar mashinasini haydab chiqishi bilanla men mashinamni haydab kiraman. Shunlashqa men uchun mashina haydash bek oson. Önümlük jarayon. Nurg'unlagan odamlar o'zida besim va cheklimining borligini his qiladi. Mening sizlarga demoqchi bo'lganim, mayli siz qanday ahvol ostida bo'ling, bu faqat sizning hozirgi ahvolingizdan iborat. Faqat siz bu programmani ko'rgan bo'lsangizlar, bu ahvolingizni o'zgartira olishingiz mumkin. Siz bu maxfiyatlikni ishlatgandala o'z turmushingizni o'zgartira olasiz. Agar siz o'z ahvolingizni o'zgartmoqchi bo'lsangiz, avval siz o'zingizga o'y fikrni o'zgarting. Her qatim xat sandig'ini ochganingizda butunlay hisobot taloni qabul qilgandek his qilishingiz mumkin. Natijada uning rostilla sandiqning ichida turganligini ko'rasiz. Siz kunda xat sandig'ini ochgan vaqtingizda intayin ansiraysiz. Doim yomon ish yuz bergandek his qilasiz. Ko'nglingizda qarzni o'ylaysiz. Agar uzun mezgil qarzni o'ylasangiz, qarz ko'z oldingizda paydo bo'ladi. Bo'lmasa buni o'zingizga benormallik his qilasiz. Bunda qilsangiz, sizning o'ylaganlaringizning hammasi rostga aylandi. Bugun sizning hisobot taloningiz bormi? Rostilla bor. Nima uchun? Chunki sizning hisobot kartangizni ko'ringiz bor. Undaqda u paydo bo'ladi. Tartish kuchi qonuniyati cho'qim sizning o'ylagan ishlaringizga yuz beradi. O'zingizga bir yordam qiling, endi pul chekin o'ylashga boshlang. Ko'p sondagi kishilar o'zidagi bor bo'lgan ahvolni ko'rib, men hozir mushunda bo'lib qoldim deydi. Bu ularning xatolashqini. Amaliyotda bu ulardagi bo'lishga tegishli o'tmishdagi ahvol. Shunga siz o'zingizning hozirgi ahvolni ko'ring. Masalan, bankada ko'pligan pul yo'q. Hech turmushim ko'ngildagidek emas va yoki badanim deganda qabul emas deganda qatorliqlar. Bularning hammasi sizning hozirgi ahvolingiz emas. U faqat sizning o'tmishdagi o'y fikringizdan shakllangan oqibat. Shunga biz nurg'un kishilar o'tmishdagi ko'z qarash va harakatning taraqqiyot natijasi ichida yashayapmiz. Agar siz hozirgi turmush ahvoli bilan o'zingizni belgilasangiz, siz nihoyat osonla kelgusi turmushingizning hozirgi turmushingiz bilan hech qanday farq yo'qligiga ishonasiz. Bizning hozirgi turmush ahvolimiz sizning bundan burun davomlashayotgan o'y fikrimizning yig'indisi. Siz hozir nima qilish orqali o'z hayotingizni o'zgartisiz? Men sizga bir qancha xil usul so'zlab o'tay. Siz avval bir varaq qog'ozga tashakkurnoma jadval tuzing. Avval mush yerdan boshlang. Mushunda qilganda siz energiyangizni boshqalarga yetkalaysiz va fikringizni o'zgartirasiz. Chunki bundan burun siz davomli o'zingizda yo'q bo'lgan narsalarni o'ylashingiz mumkin. Siz dehqoningizni o'sh bo'lgan narsaga va hal qilish tez bo'lgan ishlarga yiqqan bo'lishingiz mumkin. Siz bu mashqni boshlagan vaqtingizda yangi bir yo'nalishga qadam qo'ygan bo'lasiz. Dastlabda hayotingizga go'zal bo'lgan ishlarga rahmat nazarda bo'lasiz. Minnatdorlik turmushingizga nurg'unlagan foydalarni olib keladi. Erlarning hammasi biladi. Ayollar qadrlashni va rahmat aytishni bilsa, unda siz qanday qilasiz? Bu bo'lsa minnatdorlikning kuchi. U siz rahmat aytishga tegishli odam va ishlarni atrofingizga tortib keladi. Mening doim ta'kidlaydiganim bizning erishganimiz, bizning o'ylaganlarimiz va minnatdor bo'lgan shaylarimizdan keladi. Chunki u sizda cho'qim bo'lishga tegishli siz. Bu menga nisbatan eng unumli mashq. Mening har kuni o'rnimdan turib deydiganim rahmat. Kunda deganda putimning yag tegishi bilan deydiganim yana rahmat. Ondan men bir tarafdan chimni cho'tqilgan rahmat aytishga tegishli ishlarni o'ylayman. Men buni hargiz xizmat ishini o'ylagandek o'ylabla bo'ldi qilib etmayman. Men minnatdorlik so'zini qitli qilmasdan, yana menda minnatdorlik bildiradigan cho'nqur kayfiyatmi bor. Siz turmushga bo'lgan qarshingizni o'zgartganlar, texnik ko'p go'zal bo'lgan shaylarni jalb qila olasiz. Shuningdek, turmushingizda texnik ko'p rahmat etish arziydigan ishlar va odamlar paydo bo'ladi. Chunki siz to'rt atrofingizga qarab, bu men erishmoqchi bo'lgan uy yoki mashina emas, yoki mening tenim sog'lom emas, bu men olmoqchi bo'lgan xotna emas deyishingiz mumkin. To'xtatib, orqaga qaytaring. Bularning hammasi siz erishmoqchi bo'lganingiz emas.
Textingizda sizda bo'lgan va minnatdor bo'lish tegishli ishlarga yig'ing. Masalan, mening ko'zim ko'ryapti, mening kiyimim nihoyat chiroyli degandek. Agar sizda o'zingizda bor bo'lgan narsaga qarata minnatdorlik va qanoatchanlik bo'lsa, siz balkim nihoyat tezda boshqa narsalarga erisha olasiz. Hayotimda ishlarim azroqmi o'ngishli emas deyishingiz mumkin. Uyimda azroq ish chiqib qolgandan keyin bir parcha kichik toshni uchirtib qoldim. Men u yerda toshni tutib o'ltirib, nega bo'lsam yenimga ip yurdim. Men uni yonchiqimga selib o'zimga bu toshni har bir qitim ko'nglimda minnatdorlik bildirgan ishlarni o'ylashim kerak dedim. Shunga har kuni o'rnimdan turgandan keyin bu toshni yonchiqimga selib olgan bo'ldim. Ondan keyin men rahmat aytishga tegishli odam va ishlarni so'zlaydigan bo'ldim. Kechda men toshni yonchiqimdan elib, takror holda men rahmat aytishga tegishli odam va ishlarni so'zlayman. Bu bir parcha tosh orqali men alayda bo'lgan ishlarni boshdan kechirdim. Janubiy Afrikadan kelgan bir do'stim diqqatsizlikdan tushirib qo'ygan teshimni ko'rib, u nima deb so'radi. Men uninga tushuntirib qo'ygandan keyin u bu toshni minnatdorlik tashi deb atab oldi. 2 haftadan keyin men Janubiy Afrikadan kelgan bir parcha xatni qabul qildim. U o'g'lining jigar yog'i turidagi saqaymas kasali qolganligini, mendan 3 parcha minnatdorlik tashini avatib berishni yozibdi. Ular meni ko'cha tepib olgan teshim bo'lib, chatoq yo'q, men avatib beray dedim. Mening alayda bo'lgan bir qancha toshni avatib bergim keldi. Men ko'l bo'yi qo'yib bir qancha maskagidek toshni tanlab avatib berdim. 4-5 oydan keyin bir parcha xatni qabul qildim. U xatida o'g'lining nihoyat tezda saqayib ketganligini va o'zining mingdan ortiq minnatdorlik tashi topgan pulini saxovatlik organiga avatib berganligini, shu orqali menga rahmat aytadiganligini yozibdi. Minnatdorlik posiyasida bo'lish intayin muhim. Men burundan tatib shunday qaraydim. Tabiatga hamma narsaga minnatdorlik, shukr qanot va sabr toqat, muhabbat bilan muomala qilgan chig'imizda biz milliarder bo'laylik yoki qiyinlar bo'laylik, intayin xotirjam bo'lamiz. Mening yana bir taklif fikrim bor. Siz darhol qo'llansangiz bo'ladi. U sizning hayotingizda cho'ng o'zgarish hosil qila oladi. U rostilla unumli usul. Uning unumini men til bilan tasvirlab bera olmayman. Unumli jarayon, tasavvur qilish. Bu xil tasavvur qilish usuli Apolloning tashqi planidan kelgan. 80-90-yillarda men bu xil tasavvur qilish usulini Olimpik musobaqasi planida ishlatgan. Uni yana tasavvurda harakat qilish usuli deb atsaqmi bo'ladi. Tasavvur qilib o'ylagan mazmunlarning hammasi amaliyotga aylandi. Oddiy qilib aytganda orzularning amalga oshishi. Odamlarning psixikasi intayin qisqarliq. Bizning Olimpik musobaqasi mayr tanlash planimizda mayrlarga intayin nozuk fiziologiyalik inkas qaytarg'ish uskunasini o'rnatdik. Ondan ularga hozirmi musobaqada bo'layotganday tasavvur qildirdik. Mo'jiz yuz berdi. Tajribaga qatnashgan mayrlarning musobaqadagi holatini tasavvur qilayotganda, ularning muskulning qaytargan chastotasi amaliy musobaqa maydonidagi chastoti bilan o'xshash chiqdi. Qanday mumkin bo'lsin? Chunki o'yingiz sizning rost yugurayotgan yoki tasavvuringizda mashq qilayotganingizni farq etmaydi. Ishonamanki, tasavvur qila olsangiz amalga oshira olasiz. Siz tasavvur qilgan vaqtingizda ko'nglingizda bir ko'rinish paydo bo'lgandan keyin siz mangu faqat oxirgi natijani o'ylang. Misolga aytsak, siz hozir inchiqlik bilan qo'lingizga qarang. Teringizning rangi ustidagi sapgullar, qon tomirlaringiz, uzukingiz, barmoqingiz ustidagi kristal tirnoqlaringiz. Bu tafsilotlarni ching saqlang. Ondan ko'zingizni yumib, o'zingizning burjuq qo'lini o'ylang. Siz barmoqlaringizni o'zingiz o'ylagan mashinaning yo'liga qo'ying. Men sizga bu tajribaning intayin amaliyatchil ekanligini aytib bera olaman. Bu vaqtda undaq amaliyatchilik darajasi sizni mashina olmasingizmi bo'lgan sezimga keltiradi. Chunki o'zingizcha bu mashina allaqachon sizning bo'ldi. Tortishkichi bizning ko'nglimizda o'ylagan surat yoki paydo bo'lgan xiyollarimizdan shakllanib qolmasdan, uni haqiqiy yaratgani bizning sezimimiz. Nurg'un odamlar ko'nglida men faqat o'zimda bor bo'lgan narsani o'ylasamla yetarli deb o'ylaydi. Navoda siz shunda qilib ko'ring. Sizda erishmoqchi bo'lgan shu narsaning sezimi paydo bo'lmaydi. U bo'lsa qizg'in so'yish yoki xushallikdan kelgan sezim. Unda sizning ko'nglingizda tortishkichi paydo bo'lmoq tas bo'ladi. Bu dal sizning amaliy hareketingizda bu maxfiyatlikni qanday muayyonlashtirganingizda. Siz o'zingizda mashinaning ichida o'tirgandek sezim paydo qiling. Menda bu mashina bosgan. Kunlarning birida mening mashinam bosgan deganni o'ylamang. Chunki bu xil sezim tarqatgan uqum intayin aniq.
Bu sizde hazırının o'zida bo'lmasdan balkim kelgusida yuz berdi. Agar siz davomli bu xil sezimni davomlashtirsangiz, u sizda hargiz yuz bermaydi. Xo'shalik tuyg'usini his qiling. Qancha qiziqarli bo'lsa parvo qilmang. Siz bir qorong'u uyda mashinaning qo'zg'algan ovozini chiqara olasiz. Deganimda qiling. Siz ko'pchilikning cho'qim shunday qilish kerakmi deydiganligini bilishingiz kerak. Sizning zot o'zgaringiz bormi yo'q? Hozir sizdagi o xil sezim bilan ichki dunyoningizdagi surat olamning o'z kuch-qudratini ko'z tutgan bir yo'l bo'lib qoldi. Men bu xil kuchning zodi nima ekanligini deb berolmayman. Men faqat uning mavjudligini bilaman. Bizning vazifamiz bu masalani qanday hal qilishni o'ylash emas. Siz bu masalani olamga topshirib bering. Biz faqat uning yuz berdiganligiga ishonsak bo'ldi. Qanday qilish olamning doirasida u nima qilishdan mangu biladi. Siz eng oson, eng xushal, eng mos keladigan usulni tanlab, o'z orzuyingizni amalga oshiring. Siz faqat orzuyingizni olamga topshirib bergandilar, men sizga va'da beray. Natijasini ko'rib cho'qim hayron qolasiz. Bu bo'lsa eng go'zal, eng g'oyibacha. Men sizga desam, siz kunda bir qitim duchor bo'lib tursam deb o'ylaysiz. Lekin siz uni hargizmi tasdiqga aylantirib olmang. Bu maxfiyatlikning eng muhim tarafi shuki, siz cho'qim o'zingizni xushal tuting. Bu butkul bir jarayon sizga hayajonli his qildirdi. Siz amoningizga boricha kayfiyatingizni yuqori pallaga ko'tarib, xushal, erkin bo'lishingiz lozim. Go'zal turmush ichida yashayotgan odam bilan boshqalar orasida birla farq bor. Ya'ni bunda g'oyibiy turmushda yashayotgan odamlarda bu xil odatlanish bor. Ular turmushida tatishkichi qonuniyatidan foydalanishga odatlangan. Mayli ular qayerga bormasin, g'oyibiy ishlar ularning turmushida yuz berib turdi. Chunki ular bu maxfiyatlikni ishlatishni biladi. Ular buni birla qatim ishlatmasdan davomli ishlatmoqda. Ko'pchilik bu xil usulni ishlatgandan keyin uning himoyachisidan bo'lib qolasizlar. Ular menga men bu programmani ko'rdim, men hayotimni o'zgartiraman deyishdi. Navbatda hech qanday natija yuz bermadi. Nimishqa paydo bo'lmadi. Amaliyotda yuz beradigan oz qoldi. Amaliyotda ba'zi odamlar sabr toqat bo'lmag'achqa faqat ko'z oldidagi ahvolni ko'ra oladi. Uning yana keragi yo'q. Shunga umidimni uzdim deyish mumkin. Siz olamning buning qarta qanday javob beradiganini bilasiz. U bo'lsa sizning talabingizni o'rindash men tushungan buyruq, ammo buni men o'rindashga amalsizman. Tortish qonuniyatini bilgandan keyin qanday bir natija bo'larkan deb sinab ko'rgim keldi. 1995-yilda men kichik bir doska yasadim. Men o'zim amalga oshirmoqchi bo'lgan va o'zimga jalb qilmoqchi bo'lgan narsalarning rasmini ustiga qo'ydim. Masalan, mashina, qo'l soat yoki umrlik kamera degandek. Men o'zim erishmoqchi bo'lgan narsalarning rasmini bu doskaga chaptadim. Kunda ishxonada o'tirib, bu doskaga qarab tasavvur qilatdim va ko'ngil qo'yib, bu narsaning o'zimda bo'lganligini o'yladim. Bu vaqtlarda men uy ko'chish, oila saymonlari va sanduqlarni iskolatga selish bilan aldirash edi. Men 5 yil ichida 3 qatim uy ko'chdim. Oxirida Kaliforniya shtatida o'ltiraqlashib, bu uyni setib oldim. 1 yil vaqt sarf qilib, uyni bezidim. Orqadan 5 yil ilgari uyning barliq saymonlarini ko'chirib keldim. Bir kuni soat 7:30 atrofida o'g'lim ishxonamga kirib keldi. 5 yil ilgari pechatlangan sanduqmi dal shu eshikning oldida bo'lib, o'g'lim sanduqda o'ltirib olib, uni bo'lishiq tepib o'ynayotdi. Men uningga "Unda qilma, men xizmat qilyapman" dedim. Dodo, sanduqning ichidagi nima? O mening do'stkam. Do'skini nima qilasan? Buning ustiga mening butkul orzularim chaplangan. Bular mening amalga oshirmoqchi bo'lgan nishonlarim. Albatta, 5,5 yoshlik bola buni anglab tushunib yetolmaydi. Shunga men, "O'g'lim, sen ko'rsatib qo'yay, ondan qanday ish ekanligini bilalaysan" dedim. Men sanduqni ichib do'skini qo'limga oldi. Ustiga bir parcha rasm, dal mening 5 yil ilgari erishmoqchi bo'lgan uyim edi. Natijada men bek hayron qoldim. Chunki u mening hozir tutayotgan uyim bilan o'xshash edi. Men o'zimdan orzu qilgan bu uyni setib olgan edim. Ya'ni o'zgarish hosil qildim. Ammo men uni his qilmabdiman. Men ayni vaqtda erishga orzu qilgan bu uy mening hozir setib olgan uyim ekan emasmi? Nima ish qilg'aysan, Dodo? O'g'lim, men tortish qonuniyatini qanday ishlatishni endi bildim. Men oxir tushundim. Men barliq narsani tushundim. Men o'z kichik hayotimni tushunaman. Bu mening shirkat qurishga tadbirim. Tortish qonuniyati asli mening uyimdimi ishindi ekan. Men orzu qilgan uyimni setib olibdiman, lekin men bilmabdiman. Tasavvur qilish sizning borlig'ingiz. U kelgusi hayotingizning mundarisi. Nimaga erishmoqchi ekanligingizni belgilang. Erishalaydiganligingizga ishoning. Ko'zingizni yuming. Kunda bir qancha minut yumib, o'zingizning erishganligingizni tasavvur qiling. Ham uningga erishganning ta'mining qanday bo'lganligini his qilib ko'ring. Ondan ayrilib chiqib, ham o'zingizning erishganligingizni va ko'ngilda minnatdorlik bildirganligingizni tasavvur qiling. Siz chin ko'ngilingizdan rozi bo'lishingiz kerak.
Ondan siz o'z turmushingizga qaytib kelib, bu xiyollaringizni olamga qo'yib bering. Olamda xiyollaringizning amalga oshirganligiga ishoning. Bu maxfiyatlik rostli meni butunlay o'zgartirdi. Men cho'ng bo'lgan oilada dadamning ideyasi noit qala. U doim puldorlar boshqalarning haqqini elib olish va aldab elib olish orqali beyg'on deb qaraydi. Cho'ng bo'lgandan keyin menda pulga bo'lgan xato ko'z qarash bor. Pul bo'lsa askarab ketadi. Faqat askar odamlar pul bo'ladi deb qaraydi. Chunki pulning puti chiqib uyingizga yugurib kirmaydi. U menga doim senachi makki, Rockefellermi? Dadam tabiiy holda mushundaq so'zlarni qilib turdi. Sho'ng men cho'ng bo'lgandan keyin turmushning jafoliq bo'lganligiga ishondim. Odam ko'nglida o'ylagan barliq narsalarga erisha oladi. O'ylaganlaringiz, erishadiganlaringizningki oldingi bosqichi. Ishonchingiz erishadiganingizning bekituvchisi bo'ladi. O menga sen bir cho'ng nishonni belgilab, uningga loyiq plan tuzgan. Amalga oshgandan keyin sen cho'qim xushal bo'lib ketsa, u vaqtda ondan bilasan. Chunki men sana o'rgatgandilar, sen ondan bu nishonga yetalaysan dedi. O vaqtlarda men yilga $8,000 topatdim. Chunki mening ba'zan sabablar tufaylidan selishtiruvdek narsam bosgan dedim. Sho'ng men bir yilda $100,000 tepishni nishon qilaman dedim. Bu nishonga qanday yetishni bilmaydi. Menda tadbirim yo'q, ham mumkinchilikni ko'ramadim. Lekin mening daylig'idan men uning amalga oshirganligiga ishonaman. Men buning rostligini isbotlayman. Men deganda qildim. Stod menga bir ishni o'rgatdi. U bo'lsa kunda ko'zimni yumib, o'z nishonimni va uning amalga oshganligini o'ylash. Men rostlik qilib ko'rdim. Bir varaq $100,000 pulni uyimning to'g'risiga chaplab qo'ydim. Kunda o'rnimdan turib ko'zimning echilishi bilan uni ko'ra olayman. U menga nishonimning nima ekanligini askartib turdi. Ondan men ko'zimni yumib, bir yilda $100,000 topgandan keyingi turmushimni o'ylayman. Qiziqarli bo'lg'ini navbatga bularning hammasi turmushingizda amaliyotga aylandi. Bir kuni men do'stimnikiga mehmondorchilikqa bordim. Bu bir san'atkor. Uning xo'jayini nihoyat cho'ng bo'lgan film ishlaguvchi. Uning uyida o'xshamagan turdagi go'zallarning rasmi esilgan bo'lib, uyida kiyim kiymagan, faqat bir parchalatdan otib olgan qizlarning rasmi o'xshamagan yo'nalishdagi yerlarga qo'yilgan edi. Ularning rasmdagi qiyofati xuddi mening sizni ko'rgim yo'q degandek qiyofati edi. Sizning turmushdagi hissiyotingiz ancha o'ngishli emas o'xshamamdi. Acaba sizning alayda iqtidoringiz bormi? Menda yo'q, lekin siz uyingizga 7 parcha o'xshamagan ayollarning rasmini esib qo'yibsiz-ku. Lekin men bu rasmlarni yaxshi ko'raman. Ularni men sizga. Voy tangrim, undaq bo'lsa bo'lmabdi. Chunki siz barliq zehningizni yaratishga qo'yibsiz. U nayda kelishgan er. Chunki xizmat munosabati bilan uning atrofida nurg'unlagan ayol artistlar aylanib yuriydi. Lekin uningda muhabbat yo'q. Sizning zodi nimaga erishganingiz bor? Mening bir haftada 3 ayol bilan ko'rishgan bor. Yaxshi. Unda siz 3 ayolning siz bilan birga turgan rasmini chizib chiqing. Uyingizning hamma yeriga esib qo'ying. Yarim yildan keyin men uni Yevropada uchratdim. Sizning qiz do'stingiz bormi? Bor. Ular boy telefon qilibdi. Men bilan uchrashqisi bor ekan. Chunki u sizning orzuyingiz. Mening bir haftada 3 qatim uchrashishim bor. Ularning hammasi men bilan uchrashqisi bor ekan. Amsi nihoyat yaxshibdi. Lekin mening hozir muqimlashqim bor. Mening to'y qilg'im bor. Mening haqiqiy muhabbatga erishkim bor. Undaqda shu holatingizni sizib chiqing. Keyin u rostilla bir parcha baxtli oshq mashqlar rasmini chizib chiqdi. Bir yildan keyin u to'y qildi. U nihoyat xushal. U burun menga o'zining bir orzusi borligini, bu orzusini ko'nglida necha yildan buyon saqlab kelayotganligini, lekin amalga oshmaganligini aytgan. Chunki barliq tashqi omillar sababidan bu orzusini amalga oshirolmagan. Uning uyiga osgan rasmlar uning ko'nglida o'ylaganlarining butunlay aksicha edi. Hozir bilgandan keyin uni yaxshi ishlatsam. Er-ayollik munosabat ichidagi shu odamni tushunish intayin muhim. Demakchi bo'g'inim hargizmi qarshi taraf emas, balki o'zingizni tushunish. Agar siz yolg'iz vaqtingizni xo'shal o'tmasangiz, undaqda boshqalar bilan birga bo'lgan vaqtingizni qanday xo'shal o'talaysiz? O'xshashlar tortish kuchi qonuniyat va yoki bu maxfiyatlik bo'lsin amalga oshirishingizga yordam bo'ladi. Shuni siz aniq bilishingiz kerak. Mening sizdan so'raydigan bir savolim bor. Siz o'zingizga qo'llangan usulingiz bilan boshqalarning sizga qo'llangan usulining o'xshash bo'lishini xohlamsiz? Siz o'zingiz uchun javob topa olasiz. Qarz egilarini hozir siz menga qarz az bo'lsin bering deydi deb o'ylayman. Siz o'zingizga ko'proq vaqt chiqarib, yaxshiroq muomala qiling. O'zingizga yetarli energiya to'liqlang. Ondan sizmi bera olasiz.
Men bir qancha qitimliq muhabbatlashish jarayonida o'z hamroyimning menga go'zalligini deb berishini umid qilardim. Chunki men o'z go'zalligimni his qilamagan edim. O'sib yetirish jarayonimda men cho'qindigan va yaxshi ko'rgan odamlarning hammasi tangdassiz ayol polvon, xosiyatli ayol va chaqmoq botir ayollar degandek ayollar edi. Meningcha, ular rostila bek qaltis, lekin men ularga o'xshamayman. Toki men o'zimni yaxshi ko'rganga qadar. Mening xonrang teram, to'lg'an kalpikim, kelishgan figuram, budir sochlarim, toki o'zimni haqiqiy yaxshi ko'rganga qadar atrofimdagi odamlarmi meni haqiqiy suyishga boshladi. Sizda nihoyat yaxshi bo'lgan qobiliyat bor. Men o'zimni 44 yil tadqiq qildim. Men o'zimdan shunchalik suyunaman. Siz cho'qim o'zingizni hurmatlashga uyining. Men sizga o'zingizni cho'ng tuting demoqchi emasman. Meni siz o'zingizni bir oz hurmatlab qo'ying. Siz faqat o'zingizni qadrlagandilar boshqalar sizni qadrlaydi. Kishilik munosabatni bartaraf qilish jarayonida siz faqat boshqalarning yomon tarafini ko'ring. Ya'ni xizmatlashim bilan chiqishmoq tasgan. Yo'ldoshim mening ichimni siqib o'ltiray dedi. Bolam haddan ziyoda o'rin deb qaqshaysiz. Siz mangu boshqalarning yomon tarafiga esib olasiz. Agar siz yaxshi bo'lgan kishilik munosabatga erishmoqchi bo'lsangiz, avval boshqalarning kamchiligi emas, ortiqchiligini ko'ring. Siz qancha ko'p boshqalarni ranjit ekansiz, ko'ngilsiz ishlar shuncha ko'p yuz berib turadi. Sizning birov bilan bo'lgan munosabatingiz intayin nachar. Masalalarni hal qilish tez, o'zaro chiqishmoq tez. Ko'ygingiz yo'q bo'lsa-mu, bu siz hamon o'zgartiradigan munosabat. Bir varaq qog'oz ilib kelgusidagi 30 kunda har kuni o'ltirib u odamning ortiqchiligini bir-birlab yezib chiqing. Nima uchun u odamni suydiganligingizni o'ylang. Yoki u bahri yumoristik va yoki u sizni o'zliksiz holda qo'llab kelgan bo'lishi mumkin. Oxirida siz faqat u odamni ko'ngil qo'yib o'ylasangiz va minnatdorlik bilan ortiqchiligini qabul qilsangizlar, ondan u odamni tushuna olasiz. Shunda qilganda sizlarning o'tiringlardagi masala hal bo'ladi. Biz boshqalarni kontrol qilishga amalsiz. Mayli biz qancha tirishgan bilan bekor. Balkim u uyga qaytib kelgan vaqtida kayfiyati intayin nachar bo'lishi mumkin. Lekin sizning bo'lsa intayin yaxshi. U vaqtda o'zingiz bilan uning o'xshamagan dunyoda ekanligingizni his qilasiz. Biz tortishkichi qonuniyatidan foydalanib xushallik barpo qilamiz. Siz doim degidek o'zingizni xushal qiladigan fursatlarni boshqalarga o'tinib berasiz. Ular davomli sizning orzuyingizni amalga oshirdiganga amalsiz qoladi. Bu zodi nima uchun? Chunki amaliyotda o'z baxtingiz va xushalligingizni kontrol qiladigan odam dal o'zingiz. Mayli sizning ota-onangiz, sizning bolangiz va sizning jo'rangiz bo'lsin, ular sizning eng yaqin odamlaringiz. Chunki ular sizning baxtingiz va xushalligingizni kontrol qiladigan amalsiz. Baxtingiz va xushalligingizni faqat o'zingiz kontrol qila olasiz. Sağlamlıqning maxfiyatligi, sağlamlıqning maxfiyatligi. Siz shuni bilishingiz kerakki, sizning teningiz o'y fikringizning mahsuloti. Biz tibbiy sohada shuni tushunib yetdikki, kayfiyatimiz va o'y fikrimiz tenimizning moddiy qurilmasi va iqtidori. Biz hammamiz teshlandirg'ichning unimining qanchalik cho'ng ekanligini bilamiz. Biz aytayotgan bu teshlandirg'ichning badanga ancha foydasi yo'q va ziyni yo'q. U xuddi kampitga o'xshash. Siz bu dorining bemorlarga unumini yaxshi desangiz, u rostla yaxshi unum paydo qiladi. Balkim maxsus doktor davolagan kasal unumidimi yaxshi bo'lishi mumkin. Asli odamning ichki safasi kasal davolaydigan eng muhim ilmiy. Uning unumi to'g'ridimi yo'qmi? Agar bir odam og'rib qolsa, u o'zining ichki kuchini qo'zg'atib, sinab ko'rsa bo'ladi. Bu xil usul bilan dori yeyishni selishtirib ko'rsangiz bo'ladi. Lekin agar kasal ig'ir bo'lib, jinozda og'riq ahvolda bo'lsa, albatta ko'pchilik yanala doktorga berib ko'rinish va ichki kuchini qo'zg'atib qo'shimcha davolash ilib berish fikrini beraman. Har bir xil davolash usulining o'ziga tushliq qimmati bor. Bu olam sog'lomlik va mo'l boylikning eng nodir asari. Siz faqat ko'ngil ko'ksingizni keng tutib, bu olamdagi mo'l boylikni his qilsangizlar, texmi go'zal bo'lgan xushallik va baxtni his qila olasiz. Siz yana olam ta'minlagan barliq yaxshi ishlarni sinab ko'ra olasiz. Masalan, sog'lomlik, boylik, yaxshi bo'lgan badan safasi. Agar siz ko'ngil ishigingizni taqib olib, butun kallangizni yomon xiyollar qilsangiz, undaqda o'zingizni beoram va kasal his qilasiz. Xuddi har bir kuningizni intayin ko'ngilsizlik ichida o'tayotgandek his qilasiz. Siz ba'zi odamlarning saqaymas kasal bo'lib qolganligini bilasiz.
Kesel degan bu so'zni o'ylamang. Bu xatni tahlil qilib ko'ring. Kesel badanni erkin bo'lmagan holatga keltirdi. Bu dunyoda sanab tugatkisiz har xil kasalliklar bor. Ularning hammasi faqat bir sababdan keltirilib chiqqan. U bo'lsa besim. Siz bir nuqtaga besim qilsangiz, barliq besim sistemasiga besim tushirgan bo'lasiz. Bundaqda ma'lum bir jarayon uzilib ketadi. Bizning badan sistemimiz kesel ishlab chiqarib bizga javob qaytardi. U bizda normal bo'lmagan o'y fikr va mehr muhabbat minnatdorligining kamchil bo'lganligini bildirdi. Shunga badanda yuz bergan o'zgarishlar qilchi qo'rqinchli emas. Doim ig'izga ilinadigan masala u bo'lsa-mu, ya'ni odamning mijozi yo'q yoki turmushida ko'ngilsizlik yuz bergan vaqtida ishlarni to'g'ri tahlil qilish orqali ishni boshqa qaytarg'ili bo'lamdi. Javobi bo'lsa, bo'ladi. 11-ayning 23-kuni menga rak kesli deb diagnoz qo'yildi. Men ko'nglimda butunlay saqayib ketganligimga ishondim. Mening irodam nihoyat kuchli. Kunduz men butun bir kun kesalimning saqayganiga shukri deb takrorlayman. Kesalimning saqayganiga shukri. Men bu so'zni davomli qaytarib turaman. Men saqayib ketganligimga ishonaman. Badanimda qilchi rak virusi yo'qligini tasavvur qilaman. Komediyalik kino ko'rish kesilma davolashning bir xil usuli. Bundaq bo'lganda men doim kulib tura olmayman. Biz endi turmushimizga besim tushirsak bo'lmaydi. Chunki men tenimni saqlamlashtirishni bilaman. O'zimizga besim bersak, hargiz bo'lmaydi. Diagnozimda tez chiqqan vaqti 11-ayning 23-kuni toki men butunlay saqayib bo'lgunga qadar menga ketgan vaqt 3 oy atrofida bo'ldi. Men ximiylik davolash yoki nur orqali davolash epolmadim. Bizda oddiygina bo'lgan usul bor bo'lib, uni o'zini o'zi davolash usuli deb ataymiz. Agar yara ig'iz bo'lsa, u o'zligidan saqayib ketadi. Agar mikroblangan bo'lsa, immun sistemamiz rolini joriy qilib, mikrobni yo'qotib badanni saqaytadi. Chunki immun sistemamiz badanda davolash ixbara oladi. Kayfiyat sog'lom, xo'shal bo'lgan badanda kasallik paydo bo'lmaydi. Sizning badaningiz har bir sekundda necha millionlagan hujayralarni chiqarib tashlab, necha millionlagan yangi hujayrani kashf qiladi. Amaliyotda bizning badanimizning ma'lum bir a'zosi kundadagidek yangilanib turadi. Ba'zi o'rinlarga necha oy, ba'zi o'rinlarga necha yil vaqt ketadi. Ammo necha yil ichida bizda butunlay yangi bo'lgan badan barliq keladi. Agar siz kasal bo'lib qolgan bo'lsangiz, butun xiyolingizni shu ishga qo'yib olib, doim boshqalarning oldida o'zingizning kasalni tiliga eliyversangiz, unda siz texim ko'p bo'lgan kasallik virusini paydo qilasiz. O'zingizning noyat sog'lom bo'lgan badanda yashayotganligingizni tasavvur qiling. Bizning kasal azobimizni doktorlar chiqarib tashlasin. Masalan, bizda 2 xil odam bor. Ularning hammasi kasal azobini tatgan. Ortadagi biri xushal ishlarni o'ylaydi. Ular bu xil ehtimollikni qabul qiladi. Ular umid ichida yashashga urindi. Butun maqsad niyati bilan nima uchun xushallik, minnatdorlik kayfiyatida yashaydiganligini o'ylaydi. Yana bir xil odamlar bor. Ular o'xshash bir xil kasallik giribtor bo'lgan. Biroq ularning tanlashi o'z kasalidan ansirash, kundalik kasalni o'ylash, diqqatini o'z taqdirini yaxshi emas deb topdan qilishga yig'ilish. Bir odam butun vujudi bilan badanidagi kasallik alomatlarini o'ylayotgan bo'lsa, bu kasallik saqaymaqi intayin tas bo'ladi. Agar u o'y fikrni kasal bo'lishdan qanday saqlashga yo'tkamasa, unda uning saqaymaqi tas bo'ladi. Bu bo'lsa tortish qonuniydi. Kasal bo'lib qolgan bir odam u kasalini o'ylamay turolmaydi. Chunki og'riyotgan yerni qanday qilib yoddan chiqarishni biladi. Oddiy bir usul. Kasalingizni o'ylamang demaymiz. Chunki bo'lgan narsani qanday o'ylamay turolmaydi. Cho'qimki zehninizning bo'linishi og'riqni his qilishingizning bo'linishiga keltirib chiqadi. Shu intan og'riyotgan narsa zehningiz bilan kechada sal pasaygandek, to'liq berilgan chog'da og'rimagandek tuyg'u bo'ladi. Shu bir odam butun vujudi bilan bir ishni qilayotgan chog'da boshqa uya-buyaning og'riqi sezilmaganga o'xshash ish. Dal mana shunday chog'da badanningki asli keltirish sistemasi, ya'ni immun sistemasi intan normal yuqori holatda taraqqiyot va yuksaladi. Badanda kasallik viruslarini yo'qotishga aktiv bir shart-sharoit hozirlandi. Shunsiz davomli kasallik o'ylamay, davomli ay bombasi bo'lib degan narsa o'ylamay, davomli yaxshilikni va xushallikni bo'suluti degan narsa o'ylasangizda, buni sizmi qo'lga olasiz. Tartishning qonuniyatini har qanday bir jon egisi, har qanday bir tirik odam intan oson qo'lga oladi. Xo'shal bo'lgan o'y xayol, xo'shal bo'lgan fizikalik ta'sir ko'rsatadi. Eng xo'shal, eng sog'lom bo'lgan badanni paydo qiladi. Nachar bo'lgan o'y xayol badanni texmi yomonlashtirib yetadi. Yana ming iqtidorini tuvallashtirib yetadi. Chunki bizdagi o'y xayol bilan kayfiyatimiz besim hosil qilib qaytadan tanglashadi. Qaytadan rad kislanadi. Qaytadan badanimizni yaratadi. Badaningizdagi besimni chiqarib tashlang.
badaninizning o'zida bo'lgan iqtidorini joriy qildiring. Mushundaq bo'lganda o'zingizdan saqlay olasiz. Men burun börekning qaytadan yaratilishi, rak virusining yo'qolishi, yana ko'rish quvvatining asli kirishi degandek misollarni ko'p ko'rgan. Davolashga amalsiz bo'lgan ichki dunyongizga kuchingiz bilan davolang. Siz turmushingizni o'zgartira olasiz va o'zingizni qayta olasiz. Men hikoyamni 1981-yil 3-oyning 10-kundan boshlayman. Bu hikoya mening butun hayotimni o'zgartgan. Bu bir kunni men mangu unutmayman. Men chiqqan aeroplan voqea uchirdi. Meni doktorxonaga olib qo'ydi. Butun badanim kadin chiqdi. Mening bo'yin umurtqam sungan bo'lib, bel umurtqamning birinchi va ikkinchisi sungan ekan. Mening yutish qarshi turish iqtidorim zaxmlangan bo'lib, men yeyish ichish amalsiz. Mening nafas olish sistemam zaxmlangan bo'lib, nafas olishim tezki to'xtadi. Men faqat ko'zimni ocha olayman. Doktor menga, "Sen bir umr o'simlik odam bo'lib qolsan" dedi. Mening keyin qila oladigan ishim faqat ko'zimni chimirtishgan. Bu ularning menga bo'lgan qarshi xolos. Lekin ularning qanday o'ylashi men uchun ancha muhim emas. Muhim bo'lgani mening qanday qarshim. Men o'zimning normal holatga kelib doktorxonada menib chiqayotgan holatimni tasavvur qildim. Doktorxonadagi vaqtimda mening birdan-bir ko'ngil qo'yib qilgan ishim ichki safarimni tanishib qoldi. Siz faqat planingizni muqimlashtirgandila, ondan u ishlarni asli keltira olasiz. Menga nafaslantirish asbob ulangan bo'lib, doktor menga nafas olish sistemangiz zaxmlandi dedi. Nafas olishim tezki to'xtadi. Lekin bir yiqimli kulik ovoz menga cho'nqur nafas ol dedi. Keyin nafaslantirish asbobi oxiri elib tashlandi. Doktorlarning hammasi hayron qoldi. Men hargizmo har qanday bir ishning fikr yo'limga kirib olib, ko'zlagan nishonimga daxl yetkazishga yo'l qo'ymayman. Mening ayni vaqtda belgilangan nishonim bo'lsa, Rojdestvo bayrami kuni doktorxonada menib chiqish. U bo'lsa mening nishonimdi. Sekiz aydan keyin men bir jup tutum bilan doktorxonadan menib chiqdim. Ko'pchilikning hammasi bu mumkin emas deb hayron qoldi. Men bu bir kunni mangu unutmayman. Mening mushu programmamni ko'rayotgan ko'ralmanlarga degim kelgani, agar sizmi yaralansangiz, men qisqa qilib aytsam, biz hayotimizni nima ishlarni qila olamiz. Mening ko'pchilik bilan bu bir jumla so'zdan birga bahramand bo'lgim keldi. U bo'lsa-mu, siz hamon o'zingiz o'ylagandek odam bo'la olasiz. Dunyoning maxfiyatligi, dunyoning maxfiyatligi. Ko'pchilik odatlangan holda o'zi erishmoqchi bo'lgan narsalarni ko'rgan vaqtida hammasi hajab yaxshi, men amroq, mening uni og'im bor deydi. Lekin ular o'zi yaxshi ko'rmaydigan narsalarni ko'rgan vaqtida ko'p bo'lmagan, ammo o'xshash bo'lmagan energiyani sarf qilib, ko'p bo'lmasa-mu normal bo'lgan energiyani sarf qilib, uni yo'qotishni, uni unutishni o'ylaydi. Bu jamiyatda biz yolg'iz qaytirish, nomrodlikni yo'qotish, aksiyatchilikka qarshi turish, terrorchilikka qarshi kuchlarni yo'qotishga odatlangan. Biz tinchlikqa intilamiz. Erishkimiz yo'q narsalar bilan qarshilashamiz. Biz nimani o'ylasak, shu yaratiladi. Shunlashqa agar biz rostli qabul bo'lsak, masalan, urush bo'layotgan yoki tasodifiy kelgan mushkulotlar bo'lsa, sizning ochiqingiz unga yordamlashib o'tishga moy bo'lgandek bo'ladi. Va bu ishlar faqat aks ta'sir ko'rsatadi xolos. Siz qancha qarshilik ko'rsatsangiz, u shuncha bardoshlik beradi. Chunki siz bu ishga qarshilik ko'rsatdingiz. Yo'q, men buni olmayman deyishingiz mumkin. Chunki bu xil sizning menda paydo bo'ldi. Mening hozirgi bu sezimim sizda nihoyat kuchli bo'lgan kayfiyatda uyg'otadi. Urush qarshi faoliyatlar texim ko'p bo'lgan urushlarni qo'zg'aydi. Zalik qarshi turish harakati texim ko'p bo'lgan zaharni paydo qiladi. Chunki biz barliq texnimizni zaharga qo'yib oldik. Biz nimishqa barliq zehnimizni yaxshi bo'lmagan ishlarga qo'yib olamiz. Biz zehnimizni ishonish, muhabbat, turmushdagi boylik,
tarbiya elish va tinchlikqa yo'tsak bo'ladi. Buna teresa aql parasat. U men menga urush qarshi namoyishlarga qatnashmayman. Buningda bakarak tinchlik ishlari namoyishlarga qatnashman deydi. Chunki u bu mahkatni tushunadi. Siz urushga qarshi bo'lsangiz, tinchlikni qo'llang. Ocharchilikqa qarshi turgangiz bo'lsa, qo'saqni to'playdigan faoliyatni qo'llang. Agar siz ma'lum bir siyosiyonga qarshi turmoqchi bo'lsangiz, undaqda uning raqibini qo'llang. Saylan faoliyatida odatda ko'pchilik eng o'sh bo'lgan odam, texmi ko'p bo'lgan saylan beletiga erishalaydi. Chunki ko'pchilikning zehni va diqqati uningga yig'ilgan. Siz muhim nuqtani o'zingiz erishmaydigan ishlar qo'ymasdan, balki erishmoqchi bo'lgan ishlar qo'ying. Chunki mushunda qilish orqali o'zingizning nimaga erishishingiz borligini selishtirib ko'ra olasiz. Biroq amaliy turmushingizda siz davomli uchuringiz yo'q ishlarni qancha ko'p tilga olsangiz, shuning munosabat xabarlarni qancha ko'p ko'rsangiz, bir tarafdan nima degan qo'g'ilishlik desangiz, undaq ishlar atrofingizda shuncha ko'p yuz berdi. Men doim kishilarning jamis, men uchur qabul qilaman deganini anglab turaman. Siz haqiqatan uchur qabul qilishga ehtiyojli, shundaqdimi hadidan ishib ketmaslik kerak. Men doim ichki dunyoingizga ovoz bilan so'rab, tashqi dunyoga nuqtai nazaringizni texmi cho'nqur, texmi iniq va texmi to'g'ri bo'lib aytdim. Bu vaqt siz o'z taqdiringizni belgilab bo'ldingiz. Siz ko'nglingizni tinchlantirib, diqqatingizni o'zingiz xohlamaydigan ishdan yo'tkashni o'gining. Barliq kayfiyatingizni turaqlashtirib, diqqatingizni o'zingiz sinab ko'rmoqchi bo'lgan ishlarga markazlashtiring. Zehningiz diqqatingizga ergishib aylandi. Sizning xizmatingiz dunyoni yoki atrofingizdagi odamlarni o'zgartirish emas. Sizning xizmatingiz olamdagi qonuniyatga ergishib menish va bu dunyoning go'zal bo'lgan tarafidan huzurlanish. Kishilar doim mendan bunday bir savol so'raydi. Agar siz o'ylab yetolmagan bo'lsangiz, balkim boshqalar o'ylab yetalishi mumkin. Bu savol bo'lsa, agar ko'pchilikning hammasi bu maxfiyatlikni qo'llansa, olamni bir mo'ndarijaga o'xshatsa, undaqda bizda mol kamchil bo'lamdi bo'lmadi. Ko'pchilikning hammasi erishalsa, undaqda bank vayron bo'lamdi bo'lmadi. Mening ko'pchilikka bu ulug' maxfiyatlikni o'tishim, bu dunyoda ko'pchilikka nisbatan mangu ta'minlab tugatkisiz bir aldamchilik bor. U xuddi zaharlik virusga o'xshash odamning ko'nglini zaharlaydi. U aldamchilik bo'lsa, yaxshi narsalar ko'p emas. Uning ustiga ularning soni cheklik bo'ladi. Shunga ishilishga qat'iy yetmaydi. Bu yolg'onchilik kishilarni qo'rqinchli, oshko'zlik va bexillik ishida yashqizadi. Bu ahvolda kishilar qo'rqinchli, oshko'zlik va bexillik his qiladi. Bu dunyoni qabon heplik ish qoplagan. Amaliyotda yaxshi bo'lgan ishlar bilan kashfiyotlar, energiya, muhabbat va xushallikni qabul qilib tugatgili bo'lmaydi. Faqat siz o'zingiz ko'nglingizda g'oyat zo'r kuchga ega ekanligingizni his qilsangizlar, undaqda bular sizning turmushingizda paydo bo'ladi. Bu dunyoda yashab o'tgan barliq ulug' odamlar bizga hayot azaldan mol boyliqqa to'lish kerak degan. Shunga biz boyliq manbasining azab ketib borganligini o'ylayotganimizda, yangi bo'lgan boyliq manbasi orqali bir xil nishon yetganligimizni bilamiz. Agar biz boyliq manbasining azab ketib borganligini o'ylagan vaqtimiz, bizning ko'zimizni ochmay atrofdagi ishlarga qarab turganligimiz sabab. Bilishingiz kerakki, agar har birimiz ko'ngil qo'yib turmush kechirsak, o'zimiz o'ylagan narsani qo'llaymiz. Ammo har bir odam erishmoqchi bo'lgan narsam o'xshamaydi. Bu bo'lsa eng qaltis bo'lgan tarbiya. Hamma odam oliy pikapni o'ylamaydi. Biz hammamiz bir odamni yaxshi ko'rib qolmaymiz va bizning o'xshash bo'lgan ishlarni boshdan kechirishimiz notayin. Yana biz hammamiz o'xshash bir xil kiyim yoqtirib qolmaymiz. Bundan boshqa nurg'un misol bor. Dunyoning bizga berganlari ishlatishimizga cho'qim yetadi. Siz faqat ishonsangiz, siz faqat uni ko'ra olasangiz, siz faqat harakat qo'llansangiz, u ondan turmushingizni amaliyotga aylanadi. Siz erishmoqchi bo'lgan barliq baxt, xushallik, muhabbat, mo'lchilik, nom mansabning hammasi u yerda. Sizning berib qo'nsinib erishishingiz uchun tayyorlik saqlab turib. Siz cho'qim intilishingiz va yoki chin ko'nglingizdan unga erishishni o'ylashingiz kerak. Sizda erishmoqchi bo'lgan narsangizga qizg'in kutish bo'lgandilar, olam siz uzun saqlab erishmoqchi bo'lgan narsalaringizni oldingizga avatib berib, atrofingizga go'zal ishlarga yaxshi diqqat qiling. Ularga baxt tilang, ularni madhiylang. Yana bir jihatdan sizning vaqtincha ko'nglingizdek bo'lmagan ishlarga zehningizni sarf qilib, uni tanlang yoki bo'lmasa qaqshimang. O'zingiz o'ylagan barliq ishlarni quchoqlang. Shunday qilganda texnik ko'p narsalarga erisha olasiz. Tarixdagi nurg'unlagan yo'l boshlag'uvchi kishilar bu maxfiyatlikning eng ulug' bo'lgan yerdan mahrum bo'lib qolgan. U bo'lsa-mu kishilar bilan bu maxfiyatlikdan bahramand bo'lish. Bu tarixdagi eng go'zal bir davr.
Bu tarixdan buyon tunji qitim faqat qo'lning ustini meterisga tirishqandila film egalligili bo'ladi. Sizning maxfiyatingiz. Sizning maxfiyatingiz. Biz to'rt atrofni kuzatib, tak o'z badanimizni ko'ralgan qadar, bizning faqat ko'ralganimiz burnimizning uchilar xolos. Buni yaxshi o'ylanib ko'ring. Qo'lingizni ko'tarib uningga qarang. Sizning qo'lingiz bo'lsa haqiqiy jism, lekin amaliyot bunday emas. Siz faqat qo'lingizni mikroskopning ostiga qo'ygandila ko'plagan energiyaning tayyorlanganini ko'rsiz. Jahondagi mavjudotlarning hammasi o'xshash bo'lgan moddellardan tuzilgan. Mayli qo'lingiz yoki dengiz va yulduz bo'lishdan qat'iy nazar, barliq narsalarning hammasi energiya. Men sizga bu ko'z qarashni tushunishingizga yordam qilaman. Albatta, bizda koinot bor. Yana samo yo'li, yana bizning yer shari. O'xshamagan odamlar bor. Odam badanining ichki qismida har xil a'zo, har xil hujayra bor. Molekula bilan atom, albatta yana energiya bor. Shunga biz o'xshamagan qatamda masalani analiz qila olamiz. O'ylab qaragан bo'lsak, hammamizningki butun badan eng zo'r mo'jiza to'lgan. Hech qanday yerda buning zapchastlik topilmaydi. Hamma yeringiz o'zgacha. U sizga taqlangan eng zo'r mo'jiza. Ammo amaliyotda olamdagi barliq narsaning hammasi energiya. Sizning qaysi yerda turishingiz bilan karim yo'q. Sizning badaningizda yetarli bo'lgan kuch-quvvat bor. Yo'shirin energiya bu shaharni birab yo'ritdi. Ko'p sondagi odamlar cheklamsiz bo'lgan bu badanni ishlatadi va o'zini to'xtatadi. Lekin siz cheklamsiz bo'lgan badan emas. Siz uni mikroskopning ostiga qo'yib ko'rgan vaqtingizda bir energiya maydoni ko'ra olasiz. Agar energiyani tushungingiz bo'lsa, berib kvant tadqiqotini so'rsangiz bo'ladi. Dunyo nimadan yaratilgan? Javobi energiyadan. Energiyani tushunib ko'rgingiz bormi? Energiya o'chmaydi, ham yonmaydi. Bir yansa mangu mavjud bo'lib uzundan saqlanadi. Energiya jismlarning ichiga kira oladi va uni teshib o'tadi va undan ayrilib chiqa oladi. Siz yana iloh mutaxassislaridan o'xshash bir savolni so'rsangiz bo'ladi. Nima olamni yaratadi? Buning bergan javobi Parvardigor. Undaqda Parvardigor degan nima? Parvardigor tug'ilmaydi, o'lmaydi, mangu o'chmaydi. O'tmishdagi va kelgusidagi barliq ishlar mangu o'silmasini shaklini o'zgartirib turadi. Siz anglagan bu xil usul o'xshash, faqat eg'izda aytilishi o'xshamaydi. Shunga siz o'zingizni faqat simsiz bo'lgan go'shlik badan deb o'ylagan bo'lsangiz, qaytadan o'ylanib ko'ring. Siz bo'lsangiz bir aqlli maxluqot. Siz energiya javhiri. Texmi cho'ng bo'lgan energiya maydonida aylanib harakat qilasiz. Faqat ko'ngli bo'lmaydi xolos. Biz o'zaro tutashqa faqat ko'ngil olmaydi. Buning orasida ichki tashqi ayrimchilik olmaydi. Olamdagi mavjudotlar o'zaro tutashgan. Ular faqat cho'ng bo'lgan energiya manbasi. Biz doim badan ahvolimizdan yoki tushkunligimizdan o'zimizni tez holga tushib qolgandek his qilamiz. U faqat bizni o'rab turgan ruhiyat. Sizning ruhingiz nihoyat cho'q. Sizda mangulik hayot bor. Siz energiyaning javhiri. Siz odam qiyofatida bu olamga ato qilingan mo'jiza. Tug'ilishingizda mukammal bo'lgan bir odam. İncilning aytish usuliga asoslanganda bizda ilohning qiyofati bor. Biz o'zimizni olamda his qilib mavjud bo'lib turganimizdan bir xil shakli desak bo'ladi. Ularni bizni har xil mumkinchilikning yig'ilma shakli desimi bo'ladi. Bu xil aytilishlarning hammasi o'zigacha. O'xshamagan an'ana sizga shuni aytadiki, siz yaratuvchining tashqi qiyofat va shakl berilishi bilan bog'liq keltirilgan. Bu sizning Parvardigorning iqtidori bilan qudrati orqali o'z dunyoingizni va o'zingizni yarata oladiganligingizni ko'rsatdi. Balkim siz o'zingizni maskagidek go'zal hayot yaratgan bo'lishingiz yoki yaratolmagan bo'lishingiz mumkin. Mening umid qilganim siz o'ylab ko'rgan masala hayotingizdagi hozirgi bo'lgan barliq ishlar. Hammasi siz chin ko'nglingizni erishmoqchi bo'lganlarmi? Bu barliq ishlar sizga maskelamdi. Agar maskelamasa, undaqda dal o'zingizni o'zgartirgan yaxshi payt. Chunki sizning iqtidoringiz bor. Siz qila olasiz. Barliq ishlar vujudimizga kelgan. Ya'ni ularning hammasini biz kontrol qilyapmiz. Nurg'un odamlar o'zini turmushda ziyonkashlikka uchrag'ichi deb o'ylaydi. Ular doim o'tmishni tilga oladi. Balkim kichik vaqtida dadasi, opasining qiynishi va oilasining mukammal bo'lmasligi sababidandir. Mening hozir ko'rsatmoqchi bo'lganlarimga ko'p sondagi psixika doktorlari ishindi. Ya'ni %85% oilam mukammal bo'lmaydi. Mening ota-onam aroqkash, dadam meni urdi. 6 yosh vaqtimda ota-onam ajrashgan. Men 13 yoshdan 18 yoshgacha guruhga qatnashgan. Men aytdi, egri bo'lgan mashina vaqasiga uchirgan. Burun mening dallasi bir mazgil turg'idek joyim yo'q edi. Shu ustimda 15 yillik namunachilik turmushni o'tkazdim. Kichik vaqtimda menda o'rganish qilishda to'sqinlik bo'lib, ular meni o'rganish qilish iqtidori yo'q. O'qishga amalsiz, xat yozish va kishilar bilan aloqa qilish jihatda hech qanday natija yo'q. Kelgusi yo'li qorong'udek. Hamma odamning o'ziga kuchli, ichi ochiq bo'lgan hikoyasi bo'ldi. Shunlashqa nima qaringiz? Unda xos nima bo'pti? Haqiqiy masala hozir sizning nimaga erishgingiz bor?
nemini tanlığınız bor? Siz diqqatingizni o'tmishingizga yoki siz erishmoqchi bo'lgan narsalarga qo'ysangiz bo'ladi. Kishilar ko'ngilni erishmoqchi bo'lgan narsalarga qo'ygan vaqtda siz xohlamaydigan ishlar shu omon yo'qolib ketadi. Masalan, bir tarafi yo'g'insa, yana bir tarafi yo'qolib ketadi. Siz o'zingizning taqdiringizni loyihalasangiz bo'ladi. Siz bir yozuvchi, o'zingizning hikoyasini yozyapsiz. Qalam bo'lsa sizning qo'lingizda. Eng oxirgi natijani amaliyotda o'zingiz tanlang. Tartışkış qanuniyetining eng güzel bo'lgan tarafi shuki, siz har qanday vaqtda tafakkur qilishga boshlasangiz bo'ladi. Haqiqiy tafakkur qiling. Ondan sizning vujudingizda inoqlik va xushallik bo'lgan bu xil sezim paydo bo'ladi. Bu qonuniyat sizning sezimingizga inkas qaytaradi. Tuvan sizda o'xshamagan diqqat paydo bo'ladi. Masalan, bu olam sizni to'liqlab turadi. Yoki siz mening hayotimda hammasharim o'ngishliq. Balki men qerib ketmadim. Men borgan sira yashirib ketib boraman deyishingiz mumkin. Siz faqat tortish kuch qonuniyatidan foydalansangiz bo'ladi. Siz o'zingizning ra'yingiz bo'yicha kashf qiling. Amaliyotda siz yurak qalda qutula olasiz. Xuddi irsiy qonuniyatdek. Madaniyat, urf-odat va jamiyat e'tiqod qatorliqlar. Vujudingizdagi kuch-qudratingizni isbotlang. Bu tashqi dunyoning ta'siridanmi kuchli. Ba'zi odamlar balki bundaq bo'lsa nihoyat yaxshi deyishi mumkin. Lekin men qilolmayman yoki u tig'iz kelmaydi. Va yoki u hargiz bunda qilmaydi. Mening pulim oz, men qilolmayman. Men deganda qaysar emas. Men qilolmayman. Mening boyligim yo'q, men qilolmayman. Har bir qilolmayman deyishingizning o'zi bo'lsa, barliq keltirish bo'ladi. Siz o'zingizni qila olmayman yoki qilolmayman deb qarang. Yanada sizning to'g'ri. Bunda qilishning cheki bormi? Albatta yo'q. Chunki bizda cheksiz oldiki mavjud bo'lg'uchi rahbarimiz yo'q. Bu yer sharida har bir odamning vujudida cheksiz kuch-quvvat bor. Ya'ni qobiliyat, tug'ma talant va kuch-quvvat. Turmushning mahiyati. Parvardigor osmonga qardoski esib, ustiga hayotingizning nishoni va vazifasi deb yozib qo'ydimi? Osmonda bir qardoska Nernavush bir qamlashgan kishi 21-asrning dastlabki mezgilida yashagan. U deb yezib qo'yganimi yo'q. Men cho'qim o'zimning bu yerda nemish qilayotganligimni bilishim kerak. Men nemish qilib bu yerda bo'laman. Parvardigorning bizga qo'llangan tadbirini izlab chiqam. Lekin bu qardoski bo'lmasa, shunga o'zingizga turmush nishoni belgilab vazifa o'rlashtiring. Sizning hayotingizni o'zingiz yaratgan. Mangu bir odam kelib, uni baholab o'ltirmaydi. Men nurg'un yil vaqt sarf qilib ondan buni bilib yetaldim. Chunki mening kichik vaqtimga ko'z qarashim bo'lsa, men bu ishlarni cho'qim qilishim kerak. Navbat bunda qilmasam, Parvardigorga mendan rozi bo'lmasligi mumkin. Men bu maxfiyatlikni egallab olgandan keyin, mening dastlabki nishonim bo'lsa, xo'shallikni his qilish. Orqada men barliq xo'shallik ilib keladigan ishlarni qilishga boshladim. Mening bir kalima so'zim bor bo'lib, u bo'lsa-mu, qiziqarli bo'lmagan ishlarni qilmaslik. Xo'shallik, muhabbat, erkinlik, kulki bularning hammasi bek muhim. Agar siz bir soat o'ltirib, xiyol qilgan bo'lsangiz, sizni xo'shallik his qildira oladiganini tinch o'tirib qo'yilmish. Agar siz sandviç yegan vaqtingizda intayin xo'shallik his qilsangiz, undaqda berib setavering. Men mushugini silgan vaqtimda intayin xush bo'laman. Tabiatga singib kirgan vaqtimda intayin rohat his qilaman. Shunga men o'zimni davomli buxlolatib bo'lsam deb o'ylayman. Mening qilmoqchi bo'lgan ishim bo'lsa, diqqatimni erishmoqchi bo'lgan narsalarga yig'ish va turmushimda paydo bo'lish orzuligan ishlarga qo'yish. Shunga ichki xo'shallik muvaffaqiyat qozonishda kam bo'lmaydigan xuruj. Sizga barliq go'zal tuyg'ularni his qildiradigan ishlar davomli o'zlaringizning turmushingizda paydo bo'ladi. Siz anglab turing. Bularning hammasi siz orqali talab qilinib kelingan. Uni qabul qilishingiz yoki ishlatishingizni tanlay olasiz. U kayfiyatingizni yaxshilaydi. Agar yaxshi bo'lmasa, siz undan voz kechishni bilasiz. Qaytadan sizni yaxshi his qildiradigan va sizning ko'nglingiz bilan o'rtoqlik bo'lgan ishlarni teping. Sezimingizni agishibmi? Olam o'z orbitasida sizga quchoq ochadi. Urug'ning daraxt qaynish jarayonini siz tasavvur qila olasiz. Buni tasavvur qilmoq intayin qiyin. Biroq urug'ning daraxt qaynishi bir haqiqat. Undaqda urug'ning daraxt qaynishi qanday jarayonlarni o'ziga oldi? Urug' avval munbat bo'lgan yerga terilish kerak. Ondan u lozim bo'lgan suv, kun nuri va boshqa mineral moddalar uning qarab
tartilish boshlaydi. Bu yerda urug'ning hargizmi qandaqdir suv va kundurni izlashning hojati yo'q. Faqat urug' yaxshi bo'lgan tuproqqa terilib, sabrlik bilan saqlansam, boshqa mineral moddalar, suv va quyosh nuri qatorliqlar uning qarab tartilish boshlaydi. Bu misolda urug'ning eng cho'ng harakati munbat yerga terilish va u yerda sabrlik bilan saqlashdir. Albatta, urug' terilsa daraxt aylanib ketishi noto'g'ri. Biroq urug' terilmasa muqarrar daraxt bo'lmaydi. Demak, insonning tasavvuri va yovvoyi orzusi dal mushundoq urug' o'xshaydi. Nurg'un kishilar muvaffaqiyat qozonishga intayin oldiraydi. Ular nishonsiz, tasavvursiz, to'xtamay harakat qilish boshlaydi. Amaliyot ularning qo'llashyotgani muvaffaqiyatning asli mohiyati emas, balki muvaffaqiyat qozongan kishilarning ularga bo'lgan xato tuyg'usidir. Mana bu xil xato tuyg'u uchun ular to'xtamay harakat qiladi, to'xtamay qo'g'lishadi. Albatta, ular qancha harakat qilgan sari shuncha ozadi. Albatta, inson yo'ldan ozgan sari u shuncha harakatni tezitadi va atrofdagi shaylar uning shuncha qo'rqinchli ko'rinadi. Amaliyotda muvaffaqiyatdan muhim bir narsa bor. U bo'lsa muvaffaqiyatga tayyorlik qilishdir. Insonning eng cho'ng qobiliyati faqat muvaffaqiyatga tayyorlik qilish bilan cheklanadi. U muvaffaqiyatning natijasini mangu belgilayolmaydi. Chunki biz reallikni planlovchi yoki yozuvchi emas. Biz faqat reallikni qabul qiluvchi xolos. Sizning muvaffaqiyatga tayyorlik qilishdagi har bir tafsiliy qadamingiz, har bir tafsiliy ideyingiz, har bir tafsiliy bosqichingiz sizning realligingizga uzluksiz ta'sir qilib turadi. Siz muvaffaqiyat qozondim degan shu paytda siz faqat o'zingizning orzusiga, o'zingizning xohishiga reallikda bir mezgil yashadingiz degan gap. Bu hargizmi mutlaq muvaffaqiyatdan darak bermaydi. Bo'lsa, muvaffaqiyat tayyorlik qilishni bunda 3 bosqich bo'lamiz. Birinchi bosqich tasavvur qilish bosqichi. Avval sizda kuchli tasavvur va yovvoyi orzu bo'lishi kerak. Esingiz bo'lsin, bu xil yovvoyi orzu faqat sizning shaxsiy orzusingiz bo'lishi kerak. Siz qalbingizning eng cho'nqur qatlamidagi o'sha orzuni qidirib tepishingiz kerak. Bu jarayonda siz boshqalarning orzusi va boshqalarning muvaffaqiyatidan yuqumlanmasligingiz kerak. Chunki esingiz bo'lsin, siz bu dunyodagi intayin o'zi xos bo'lgan bir individual. Dunyodagi barliq odamlarni yiqqan taqdirdimi sizga vakillik qilolmaydi. Demak, siz bu xil yovvoyi orzuni cho'qim qilishga jur'at qila olishingiz kerak. Ikkinchi, sizning qilgan tasavvuringiz, sizning qilgan orzungiz intayin tafsiliy bo'lishi kerak. Qilgan tasavvuringiz, qilgan orzungiz qancha kuchli, qancha tafsiliy bo'lsa, koinot buningga shuncha kuchli, shuncha tafsiliy inkos bildiradi. Agar sizning qilgan orzungiz qancha g'uva, qancha mujmal bo'lsa, koinot buning qanday inkos bildirishini bilmaydi, sizni bosqichda. Yana bir qatam eskartib qo'yay, orzu tasavvuringiz intayin tafsiliy bo'lishi kerak. Onundan boshqa sizning qilgan tasavvuringiz va orzungiz kundagidek takrorlanib turishi kerak. Sizning orzu tasavvuringiz har kundagidek takrorlanib turishi, qaytalanib turishi, qalbingizni qoplab turishi, hatto sizni beorom qilib turishi kerak. Mayli siz qandoq o'rinda, qandoq vaqtda bo'lishingizdan qat'iy nazar, bu orzu tasavvuri doim siz bilan birga turishi kerak. Nurg'un odamlar muvaffaqiyat qozonish uchun nurg'ulg'an sharoit zarur deb qaraydi. Şuna bular to'xtamay turmushdagi ba'zi masalalarni hal qilib bo'lgandan keyin yoki bo'lmasa sharoitini mukammallashtirib bo'lgandan keyin ondan men muvaffaqiyat qozonishga boshlayman deb o'ylaydi. Amaliyotda bu xil sharoitlarning hammasi faqat bahona bo'lib chiqadi. Chunki bir insonning mukammallikka intilishi uning eng cho'ng mukammalsizligidir. Oldida biz o'tirib qo'ygan kuchli tasavvur va yovvoyi orzu dal sizning muvaffaqiyat qozonishingizga tunji kapital hisoblanadi. Tasavvur orzusini iborat bu kapital muvaffaqiyat qozonishni o'ylaydigan har bir odam chiqara oladigan va o'zi bor bo'lgan eng oddiy sharoitdir. Ikkinchi tayyorlik bo'lsa, xarakter, mijoz yaratishdir. Sizda cho'qim muvaffaqiyat qozonguchilarga xos bo'lgan
xarakter va mijoz bo'lishi kerak. Xuddi siz ma'lum sababdan tamoqdan farz tutgandek xarakterdanmi farz tushunishiniz kerak. Agar siz o'zingizni hozirgacha muvaffaqiyat qozonmagan odam deb qaragan bo'lsangiz, bu dal sizning o'zingizning xarakterining ziyonkashligiga uchraganligingizdir. Albatta xarakterdan voz kechish, uni o'zgartirish yoki almashtirish unchola oddiy narsa emas. Dal mushu nuqta muvaffaqiyat qozonishni eng qiyin qilib etgan bir omil hisoblanadi. Siz balkim o'zingizga tunishlik bo'lgan shaylar, xarakterdan voz kechmasligingiz mumkin. Biroq esingiz bo'lsin, bu shay va xarakterlar faqat sizga bir qadar tunishlik bo'lgan omillardir. Ammo u shay va xarakterlarning sizga foydali bo'lishi notayin. Agar siz o'z orzuyingizdagi muvaffaqiyatlarga xos xarakter yetildirishga boshlagan zaman sizning atrofingizdagi barliq shaylar, sharoitlar, barliq narsalar o'zgarishga boshlaydi. Sizning do'stlaringiz, xizmatdoshlaringiz, hatto kiyinish va yemek-ichmek odatingizdan boshlab barliq narsalar o'zgarishga boshlaydi. Bu xil o'zgarish albatta intan ijobiy o'zgarishdir. Mana shu koinotning tortish kuchidir. Mana shu tortish kuchi qonunidir. Inson muvaffaqiyat qozonaman deydigan oldi bilan u o'zini o'zgartirish kerak. O'z xarakterini o'zgartirish kerak. O'z xarakterini o'zgartgan vaqt bilan uning atrofidagi barliq narsa o'zgarishga boshlaydi. Mana shu vujudimizdagi yaramas xarakterning dafn marosimini qilgan vaqt kelib qoldi. Birinchilar muvaffaqiyat qozongandan keyin ondan inson xushal bo'ladi va kulalaydi deb qaraydi. Amaliyotda buning aksidir. İnsan avval xushal bo'lib va kulalgandan keyin ondan u muvaffaqiyat qozona oladi. Albatta, orzu tasavvuri chuqur, belgilik, yo'nalishlik harakat bilan birga kelish kerak. Xuddi kompyuterda biz nurg'un programmalarni bir bo'lgandan keyin eng oxiri buyruq, ya'ni enter knopkasini bosgan o'xshash, biz tasavvur orzusini qilib bo'lgandan keyin chuqur, belgilik harakat qilishimiz kerak. Harakat nimalarni o'z ichiga oldi? Harakat uzluksiz tirishishni, jafoga chidash va bilim egallashni o'z ichiga. Albatta, bugungi masalalarni tungungi bilimlar bilan hal qilib bo'lmaydi. Xushqandak taraqqiyotgan bu jamiyatda siz muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lgansiz, siz har kunlik bilim va uchurlardan xabardor bo'lib turishingiz kerak. Kitob o'qish dunyodagi eng dono mablag' solish usuli. Chunki bir kitobni bir yozuvchi oz deganda 10-20 yillik tajriba va bilimlarni to'plash orqali yozdi. Agar siz uni bir shikoyat o'qib bo'la olsangiz, bu to'limi zo'r mo'l usul hisoblanadi. Qiyinchilikdan qo'rqmaslik, jafoga chidash degandir. Biz jafoga chidashga mundaq ta'bir beramiz. Ya'ni jafoga chidash deganimiz qarmoqqa hal qilg'ili bo'lmaydigan, qarmoqqa yengil bo'lmaydigan qiyinchiliklarni yengishni ko'rsatadi. Albatta, harakat jarayonida siz nurg'ulgan o'ngishlik kelishmaslik uchraysiz. Biroq bu kelishmaslik va o'ngishsizliklar dal sizning harakatingizning natijasidir. Agar harakat bo'lmasa, siz o'ngishsizlik va kelishmaslikka erisha olmaysiz. Albatta, bu o'ngishsizlik va kelishmasliklar kelgusida sizning texnik ilgirlab muvaffaq bo'lishingizga cho'ng saboq hisoblanadi. Bu jarayondagi eng cho'ng to'solg'i qo'rqinish. Qo'rqinish shu nom bo'yicha orzudan derak. Qo'rqinishning o'zimi shu qo'rqayotgan narsalarni tashishdan derak. Albatta, umutsizlik, kelishmaslik, kichik mag'lubiyatlar hech qancha qo'rqinish emas. Eng qo'rqinchli mana shu mag'lubiyatlardan mag'lub bo'lib ketishdir. Eng og'ir bosqich, yani 4-bosqich bo'lsa, natija ko'rish bosqichidir. Siz oldingi 3 bosqichni bosib o'tgandan keyin sizning turmushingizda o'zgarish paydo bo'ldi. Bu o'zgarishlar albatta siz o'ylagan o'zgarishlar yoki o'ylamagan o'zgarishlar bo'lsin. Esingiz bo'lsin, hayotimizda yuz bergan har bir o'zgarish va reallikda intayin cho'ng hikmat uchragan bo'ladi. Onaqda biz muvaffaqiyatga ta'bir beraylik. Bir shir uchun olib aytganda, uning ma'lum bir bug'ini o'ngishliq tuta olishi shirning muvaffaqiyati hisoblanadi. Shirning bolalari shirning mana bu harakat orqali muvaffaqiyatga ta'bir beradi. Unda qo'z bug'uchi. Agar bu shirdan o'ngishliq qutla olsa, uning eng cho'ng muvaffaqiyati hisoblanadi.
Bug'uning ballarchi, bug'uning ballari bug'uning mush harakat orqali muvaffaqiyatga ta'bir berdi. Biz o'zimiz yuz bergan har bir reallikqa to'g'ri qara olishimiz, ta'bir bera olishimiz, uning bilan mungdisha olishimiz kerak. Shuni eskartib qo'yish arziydi-ki, nurg'un kishilar kelayotgan azob, oqibat, kelishmasliklarning ko'pinchisi u muvaffaqiyat qozonmasdan emas, qazib bo'lgandan keyin keldi. Chunki inson 3 xil orzu, 3 xil intilishda yashaydi. Mansab, boylik, obro'y. Bu 3 xil fon xuddi danqonning ushputidek insonni tampon olib saqlaydi. Agar inson qaysi tarafga bakarak egib ketsa, danqonning shu puti egirlab ketadi, vayron bo'lish kirdobi qarab qo'yadi. Esingiz bo'lsin, siz muvaffaqiyat qozongandan keyin shuni bilishingiz kerakki, u mukammal, mutlaq muvaffaqiyat hisoblanmaydi. Chunki sizning har bir qatimliq muvaffaqiyatingiz yana bir yangi tasavvurning, yana bir kuchli bo'lgan yavoyi orzuni keltirib chiqaradi. Bu 4 xil jarayon yana qaytishni boshlaydi. Reallik dunyodagi intayin mukammal asar. Masala sizning uni qachon, qanday o'qishingizda. Faqat reallikni to'g'ri qabul qila olgan odamlarlar kelgusidagi muvaffaqiyatni to'g'ri ma'lum qila oladi. Muvaffaqiyatni texnik muvaffaqiyat qiladigan yana bir omil uningdan boshqalar bilan tang bahramand bo'lishdir. Biz jamiyat yashaganimiz odamlarga ta'sir qilib turdi va odamlar tarafidan ta'sir qilinib turdi. Agar siz o'z muvaffaqiyatingizni boshqalar bilan o'rtoqlashsangiz, boshqalarni o'z muvaffaqiyatingiz orqali yuqumlantira olsangiz, mana bu mukammallikning cheksizlanishidir. Baxtning orqasidan agishibmi? Siz doim xushal bo'lgan muhitda yashaysiz. Siz quchog'ingizni keng ochib, olamni kutib oling. Siz sevginingiz bilan hayotingizdan birga bahramand bo'lishni o'ylaysiz. Sizdagi hayajonlik bilan baxtning hammasi asta-asta boshqalarga ta'sir qiladi. Men har kuni degidek shunday qilaman. Men o'zimning hayajoni va qaynoq hissiyotiga erishaman. Men butun bir kunning hammasida shunday qilaman. Biz bilan birga o'zorining, chunki hayot yo'li undaq oddiy emas. U qaltis bo'lgan musofir. Siz o'xshash bo'lmagan amaliyat va o'xshash bo'lmagan turmushda yashab chiqdingiz. Ko'pchilik sizga qarab turyapti. Ular siz bilan bizning narimiz o'xshamaydi deb so'rashi mumkin. Birdan-bir o'xshamaydigan yeringiz shuki, siz turmushingizda maxfiyatlikni qo'llandingiz. Boshqalar qilolmayman deb o'ylagan ishlarning hammasini siz qila olasiz. Siz erishmoqchi bo'lgan barliq narsalarga erisha olasiz va orzulagandek odam bo'la olasiz. Biz yangi davrga qadam qo'ydik. Bu davrda eng oxirgi chegara tashqi plan bo'lmasdan, balki bizning ideyimizdir. Men kelgusining cheksiz bo'lgan mumkinchilikka va fursat qo'lg'anligini ko'rdim. Berib qo'ying. Biz eng ko'p bo'lganda insonlarning turmush iqtidorining 0.15%ni qabul qildik. Muvofiq bo'lgan tarbiyani qabul qilgandilar, ondan 100% lik iqtidorni joriy qilib olamiz. Dunyoni tasavvur qiling. Barliq odamlar aqli iqtidori, turmush iqtidori va sezimlarini joriy qildirmoqda. O vaqtida biz bag'imiz kelgan yerga bora olamiz, qirimiz kelgan ishlarni qila olamiz. Har bir dinga munosabatlik danglik asar yoki falsafa to'plamlaridami shunday aytilgan. Har bir zot yoki osmondan tushgan farishtalarmi shunday deydi. Uyingizga qaytib bu aql egillarini yaxshi tahlil qiling. Ularning orasida nurg'un odamlar bu programmada chiqqan. Bilamsiz, ularning hammasi bu ishni va bu maxfiyatlikni tushunadi. Hozir sizmi buni bilgansiz? Siz qancha ko'p ishlatgan siri shuncha bek tushunasiz. Shuni biz o'y fikrlarimizni kontrol qilish orqali zehnimizni boshqa bir nuqtaga markazlashtirish orqali tartish kuchining qonuniyatidan foydalanib o'zimizga nurg'un xushallik va nurg'un xayr saxovatlarni tatib ekilaymiz. Siz hayot to'qmashiga yetib keldingiz. Chunki ichingizdan bir ovoz siz xushal turmush kechirishingiz kerak deydi. Siz tug'ilishingizdanla biror ish qilishingiz uchun yaratgan. Bizning diyorimizga to'yib qo'shib, qimmatingizni yatishingiz kerak. Siz faqat butun kuchingiz bilan eng yaxshi bo'lgan o'zingizni yarating. Siz boshdan kechirgan har bir ish va his qilgan har bir daqiqa amaliyotda hammasi shu bir daqiqa uchun qilgan tayyorligingizdan iborat. Hozir bilgansiz, siz o'z hayotingizning boshlamchisi. Tasavvur qilib ko'ring.
bugundan boshlab siz o'z doirangizdagi nima ish qilganligingizni o'ylashing. Bu daqiqada siz nima ish qilasiz? Siz bu daqiqani qanday egallaysiz? Hech qanday bir kishi sizning turmushingizda yashayolmaydi. Hech kim o'rningizni bosolmaydi. Hech qanday odam siz uchun sizning hikoyangizni yozolmaydi. Siz kim? Siz zaten nima qilmoqchi? Siz hozirdan boshlab o'zingizning hikoyasini yarating. Siz baxtlisiz va boshqalar bilan o'xshamaysiz. Bu burun turmushingizda yuz bergan ishlaringiz bilan munosabatsiz. Yashingizning cho'ng kichikligi bilan munosabatsiz. Sizning haqiqiy fikr yurgizgan vaqtingizdan boshlab ko'nglingizda bir xil narsa paydo bo'ldi. Sizning kuch-qudratingiz butun dunyoning kuchidan mutlaq. Bu asta-asta paydo bo'ladi. Agar siz ruxsat qilsangiz, u sizning hayotingizni o'zgartiradi. U sizni tarbiya qiladi va sizni qo'llaydi. Sizga yo'l ko'rsatadi. Hozir men bu tarafga cho'nqur ishonaman. Qilcha gumonlanmayman.